8-mart Shlafeyni soat. Bugun mehmon yo'q. Bitta qo'shiq aytib bunchalik kibriga manmansirashga berilish kerak emasdi. Otlarni ham aytaman bemalol. Oki kelmadi 5 da ham. Yozdim Mashhurbek, yaxshi ish qilmadingiz. Erkakni erkak qilib turadigan ham lavzda. Va bugungi mehmonimiz ham. Siz gapirma deysiz, lekin Mayli endi. Yo'q, aka mana sizga va'da berilyaptimi? Haligi Oscardan taklif kelsa ham va'da bu borda bu yerda. Yo'q, men soat 2 da vaqt ekam chaqirganlar. Oscar nominatsiyasiga bormaysizmi? Erkakchilikda shunaqa bo'lish kerak. Yo'q deyish kerak. Men mana shunga sizni hurmatingiz, meni hurmatim, ani ijodkorlarni, butun jamoamiz sizdan xafamiz. Dilshodbek Musabekov, Xudo rahmat qilsin, joy jannatda o'zi. Bu yoqqa kelaman deganda o'sha aka dedi, o'zi kunini belgiladi, mana kunga. Aka dedi, o'shanda bir zo'r suhbatlashamiz. Mazza suhbatlashamiz degan edi-da. Lekin mana bu yerga kelish nasib qilmagan ekan. Uni oqibati zo'r edi. Chunki o'zi bu doiradan chiqqanda, doiradan chiqqan. Televideniyada masalan bitta novella olish uchun bunchalik xarajat qilinmaydi-da. Masalan, Gurzovoy kelish kerak degan joyda Gurzovoy topilmay qolsa, Gurzovoy joyini olib tashlaymiz-da, darvozani oldida gaplashib qo'yila qoladi. Lekin u yaxshi uzdigilar Gurzovoy kelish kerak bo'lsa, Gurzovoy olib kelishyapti-da, masalan. Kichkina reels. U paytda Dilshod ashula aytardi. Kelgan dizayn guruhiga kirib kelganda, masalan, ro'mol qistirishadigan ekan. Qo'lingiz hammasi ro'mol. Faxriddin degan endi ukamiz, lekin Dilshodni oldiga keldi-da. Allohga Dilshod, men tibda onaxon kelib, po'xoy ro'mol qistirib ketdi. Maydalab beringlar deyapti. Ana ro'moldan nechta berib yuboraydir. Hamma ishlarni qilib bo'lib, bolalar uxlagandan keyin kompyuter oldida o'tiraverardi xotinim, internetni titib, "O, dedim, mana shu YouTube'dan dedim. $50 pul topsang dedim. Kallamni olib tashlayman dedim." Oka, 75 ming, 80 ming dollar pul top. Oka, birinchi marta bankka bordik pul olishga. Endi Jami Bobojonovni telefon qildim. "Jam aka" deyapti-da. "Ye" dedim. "Ha" desam, "Men Jamshid aka eman demaysizmi?" deyapti-da. Orqamdan qo'lingda toshni olib, o'sha paytda syomka ketyapti. Mahallachilarda otaxon chiqib qolganlar-da. Hey, uyalmaysanmi, katta bola go'dayni qara. Kepka shu kichkina bola urasan. Jamshid quvlab ketdi. Otaxon syomka bu. Xalqimiz shunaqa aka. Palonchi 18+ videosi chiqdi desa, odamlar o'shani qiziqib ko'radi. Uni "Voy, gadoyi tepibdi" degan narsani tepgani, tepmagan, просто prank qilingan bo'lib chiqadi-da. Shashlik na природе. Yo, siz ham chiroyliroq boshlaysiz. Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun yana yaxshi kayfiyatlar bilan hamma eshitishi shart emas degan suhbatimizni davom ettiramiz. Bugun mehmon yo'q. Bugun o'zimizga bir dildan maza qilib suhbatlashaylik dedik. Endi nima deydi? Anchadan beri mana Jamshid bilan o'tirib, hali lob deydi, glas na glas. Burunga qo'yib gaplashyotgandik. Mana bugun maza qilib suhbatlashaylik, dardlashaylik. Albatta, mana yaxshi bo'ldi. Vaqt ekan bilan bir gaplashib o'tiramiz deb keluvdik. Lekin mehmonimiz kelmaganining sababini podkastimizni oxirida bilasizlar. Hozir bahor keldi. Endi ayb ko'p yurmaysizlar. Jamshid sal to'lib turibdi. Lekin hammamizda yaxshi kayfiyat, mana bahor ayyomlari. Albatta. Bahoriy kayfiyat. Bahor yaxshi deb baribir Jamshid. Mana masalan, bahor uyg'onish fasli, to'g'rimi? Albatta. Bahorda nima deydi, tabiat uyg'onadi. O't o'lanlar uyg'onadi, to'g'rimi? Shunga qarab insonni kayfiyati uyg'onar ekan. Ayniqsa erkaklarniki. Kayfiyat uyg'onib ketar ekan-da. Mana bugun yaxshi kayfiyatda suhbatlashsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Albatta aka. Hali har xil
negativligi, kamchiligiga e'tibor qilmasdan kayfiyatni tushirish kerak emas. To'ppa-to'g'ri. Hammasi Allohdan. Albatta. Shu mana shu kelmagan mehmonimizni ham balki shu kelmasligi taqdirga yozilgandir. Shunaqa. Albatta biz ham shu mehmonni 2 kundan beri kutish peshonamizga yozilgandir. Mayli, endi nima deymiz? Ha? Endi qolaversa mana nima deydi? Bunda ham hikmat bor. Albatta. Lekin mana bahor ayyomidan gap ochganimga, bahor yana bitta go'zallik tomoni, yaxshi tomoni, bahor bayramlarga boy. Ha, albatta. Bahor o'zi birinchi nima bilan boshlanib keladi? Ayollarning bayrami bilan boshlanadi. 8-mart. Shlapangni sot, shlampani puliga Yostiq olib yot. shunaqa. Xullas, endi ayollarimiz bayram fursatdan foydalanib hamma ayollarimizni, onalarimizni, opa-singillarimizni ana shu ayyom bilan bayram bilan tabriklaymiz. Baxtimizga sog' bo'lsin, doim ochilib yursin. Albatta, men ham o'zimni turmush o'rtog'imni, bitta qizimni bayram bilan tabriklab qo'yaman. Umrligingiz uzoq bo'lsin, baxtimizga hamisha sog' bo'lsin. Qolgan ayollarni ham, hamkasblarni ham, mahalladoshlarni ham, hamma qarindoshlarni ham tabriklayman. Bayramingiz muborak bo'lsin. Albatta, endi bayramda o'zi ayollarga eng yaxshi sovg'a nima? Jamshid? Ayol guldi. Hamma ayollar shunaqa deydi, gul deydi. Gul u 3 kundan keyin so'lib qolsa. Aka shu 3 kunni ichidagi bo'lgan kayfiyat, 3 kun shu gulni olayotgan paytdagi ruhidagi bir o'zgarish boshqacha bo'ladi ayollarda. Yo'q, zo'r tushunaman men uni. Hammasi endi u bir kunlik emas-ku dunyo. Mana u so'lib qolgani. Men ashlarni eshitib hayron bo'lib ketaman-da. Million alik roz deydi-ku. Millionta gul so'lib qolsa qanday bo'larki? U bitta gul, bitta buket ishlasa emas. Okey, gulchilarga o'xshaysiz gapingizdan. Yo'q, o'ylayapman-da, qancha pulga oladi uni. Ya to'g'ri hazillashyapman, bu hazil endi ozgina kayfiyat ko'taradi deb aytdim. Ayollarimizga har qancha gul bersa ham oz. Haqiqatan ana o'sha paytda ayolingizga deydi o'zi nafaqat bayramda, besabab boshqa paytlarda ham gul berish kerak. Ayollar bir boshqacha bo'lib ketar ekanda, kayfiyat ko'tarilib ketar ekan. Endi bayramda shu bayram deganiga bitta ayol erga aytdi, dadasi debdi, shu bayramga menga sovg'a qilmaysizmi desa, debdi, sovg'a yo'q debdi. Hech bo'lmasa kichkina bo'lsa ham bir sovg'a qiling desa, yo'q debdi. Bizda unaqa sovg'a berishlar yo'q debdi. Bunaqa odat yo'q bizda. Hech bo'lmasa xotin, sen dunyodagi eng go'zal, eng chiroyli ayolsan deb bir maqtab qo'ying desa, uni 1-aprelda aytaman dermish. O'shanga o'xshab ayollar vaqtimizga sog' bo'lsin. Albatta hazillashyapman. Ketidan keladigan mana Navro'z bayramlari yaqinlashib qoldi mana. Yangi yil, sharqiy taqvim bo'yichami? Bizni yangi yilimizda. Navro'z bayrami bu o'sha boya aytganimda uyg'onish faslini ilk kunlarida endi. Albatta. Men o'zim Navro'zni yaxshi ko'raman. Navro'zda hamma hali nima deydi? Kimdir sumali qilgan, kimdir xalim qilgan, ko'k somsa, ko'k chichoralar degandek. Hamma bir tabiat bir boshqacha bo'lib ketadi. Yasanib ketadi. Shuning uchun ham shu Navro'z bayramini yaxshi ko'raman men, juda ham. Yaxshi. Okey. Men hozir bitta narsani o'ylab qoldim. 8-martga nima sovg'a qilsa bo'ladi deb. Hozir mana 8-mart Ramazon oyiga to'g'ri kelganiga tur firmalar rosa haligi putyovkalarni skidka qilishibdi-da. Yo'q. Masalan, men bir qiziqdim. Namanganda sanatoriyada dam olish 7,5 million ekanda. Bitta odamga 10 kunga. Naftalan. Borib Naftalanda dam olish $600 ekan. 10 kunga bitta odamga. U ham mayli, hozir mana Qatarga, Dohaga, Vyetnamga, Turkiyaga $300-350 dan ham Vyetnamga tur putyovkalar bor. Mana keyin ikkalaylar borib dam olib kelsanglar bo'ladi, tabiat qo'yini. $300. Bizda haligi o'zimizdan sanatoriyaga borib 7 millionga, bu yoqqa 2 kishi borib aylanib kelsanglar bo'ladi. Dunyo ko'rasiz, tabiat. Bizda masalan yaxshi joylarimiz zo'r, tabiatlarimiz yaxshi, lekin dengizni bo'yidagi havoga yetmas ekan, hech narsa.
Dengiz bo'yi endi bizada ham lekin zo'r joylar ko'p tabiatimizda. Voy, mana shu syomkalarda yurganda ko'rib, voy bizada shunaqa joylar bor ekan deb hayron qolib ketaman. Shunaqa go'zal, shunaqa chiroyli joylar bor. Shveysariya degan joylar addiqaytdi, to'g'risi. Hayron, voy deyman, haqiqiy tabiatda shunaqa zo'r go'zal joylarimiz bor ekan deb o'rganman. Ne ish mana syomkalarda yurib, shu O'zbekistonmi deb o'rasan endi haqiqatdan. Yo'q, to'g'ri, unaqa joylarimiz bor, lekin men haligi bitta narsa misol aytaman. Turkiya Istanbulga bordik-da. Ayolimni tomonida yorilish bor edi. Uyda endi dorilar ham qilib ko'rdi, bu bo'ldi-da. Lekin o'sha Istanbulda bir hafta borib keldik. O'sha tomondagi yorig'lar dori hech narsa qilmasa ham bitishni boshladi, aka. Demak, ob-havoda nimadir bor deyapti. Yodmi yo nimadir moddalarmi? Chunki Istanbul bilan hamma joyi o'ralgan. Bir yoqdan Qora dengiz, bir yoqdan Mramorniy dengiz, bu yoqda Bosfor, hamma joyi o'ralgan. Balki o'shaning uchun shunaqamikan degan xayolga borki, o'shanga endi hozir anaqaga boraylik, davomimiz Sheremel Sheyxgami, Vyetnamgami o'tib ketga boraylik. Sen endi sizni yaxshi deb o'tdi, cho'milasiz, men cho'mila olmasam deydi. Oyog'ingni suvga tiqib yuraverasan dedi. Endi nimaga men xotinimdan so'rayapman buni? Chunki oila byudjeti xotinni bankida saqlanadi. Xotin pul chiqarsa boriladi. Ya to'g'ri, endi albatta dunyo kezgan ham yaxshi, sayr qilgan ham yaxshi. Har bir joyning o'zining tabiati bor-da, o'ziga mos, o'ziga xos tabiati bor. Balki mana dunyoni boshqa chekkalarda yashaydigan insonlar bizning yurtimizga kelib qanaqadir bir nima shifo topib ketishi mumkin yoki qanaqadir bir narsalarni ko'rib ketishi mumkin-da. Masalan, bizadagi tabiatlar ularda yo'q, masalanda. To'g'ri. Biznikilar dunyo kezib boshqa joylarda masalan sen aytganingdek mana shunaqa davo shifo topish mumkin. Bizga ko'pincha gastroturizmga kelishadi. Bu ovqatlanib ketishga kelishadi, qo'pol qilib aytganda. Chunki men jiyanim turk firmasida ishlaydi-da, turklar bilan hamkorlikda ishlaydi. Turk kelibdi-da O'zbekistonga, endi boyvachcha turk, endi yaxshi anaqa mehmon qilamiz debdi buni olib borishgan. Choyxonalarda qo'l pishirishadi, hozir qo'yib olib, butun qilib shunaqa qilishganda, keyin qazi, preslangan go'sht, preslangan ruletlarni laganlarga kesib qo'yishibdi-da. Endi o'tirsa mehmon olsa, "Yo'q, men vegetarianistman" deyotganmish-da. Endi ustol usti faqat go'sht bizda deyapti. Ovqatimiz ham go'sht deydi. Bu anaqamiz ham go'sht deydi. Yoniga qo'yilgan zakuskalar ham deydi. Keyin bizni majburlab, bitta yeb ko'rgin dedik-da haliginga deyapti. Haligi preslangan go'shtdan bitta bo'lak yedi-da. Voy deydi, zo'r ekan mazasi dedi. Amaki deydi, o'sha kuni deydi preslangan go'shtni ham yedi, qazini ham yedi, qo'lini ham yedi-da deydi. Turkiyada bunaqa shirin go'sht yo'q deydi. Men o'shaning uchun deydi go'shtdan qo'yinim qolgan deydi. Men deydi uyda deydi Turkiyada deydi faqat shu anaqa sabzavotlar, undan tuxum yeyishim mumkin deydi. Mashaq qilganman deydi. Vegetariansman degan ekanda. Endi ketayotganda yaxshi kuzatsa, ertaga xudo xolasa kuzatamiz desa, Ramziddin menga o'sha yegan go'shtimizdan ikkita olib kelgin debdi. Ikkita qazi, ikkita preslangan go'sht, ikkita ruletda deydi, sko'chlab olib borib berdim deydi. Pul beryapti menga deydi. 2 barobar ko'p pul beryapti. Yo'q, kerak emas buning. Bu bizdan senga deb beryordik deydi. Endi deydi yozyapti deydi, uyga kelib bolalarimga kesib bersam, ada nimaga shuncha paytdan beri biz go'sht yemaganmiz dedi. Vegetariansam anaqasidan voz kechgan. Voz kechyapti. Yaxshi, to'g'ri, bizlar haqiqatdan nima taomlarimiz ham zo'r, mevalarimiz ham zo'r. Albatta. Menimcha bizdagi shirin mevalar o'zimcha o'ylab qolaman, kamdan kam mamlakatlarda bo'lsa kerak deb o'ylayman-da. Albatta, aka. Eng shunda ham mevalarimiz, taomlarimiz kundan kunga taomlar ko'payib ketib qo'yapti. Har xillari paydo bo'lib ketib qo'yapti. Oldin
masalan endi yoshligimizda bilan bir xil ovqatlar bo'lardi. osh qozon kop sho'rva bo'ladi. Hozir ming xili chiqib yotibdi-da uni-da. Albatta, gapirmayman. Ayaqa chiqsang lavash gamburgerlardan tortib, mana yoqqa chiqsang qozon kabob, dimlama, qazi norin qazisi bilan deganda hozir taomlar, lekin mana biz naqada yurdik, gastrolda yurganimizda mana vohada ham, vodiyda ham O'zbekistonni aylanib chiqdik gastrolda shunda. Ko'rdim har bitta viloyatda o'zini taomlari, nima deydi, taomlari bor ekanda. Shunaqa zo'r, o'zini haqiqatdan fermini deydi-yu, o'zantilar fermini. Shunaqa zo'r taomlari bor. Qoyil qolganman-da haqiqatdan ham. Endi bu bizning taomlarimizni maqtansak bo'ladi, bemalol mevalarimiz bilan ham bemalol maqtansak bo'ladi. Lekin Toshkentda eng asosiy taomlarning markazi. Chunki men o'g'lim Samarqandga borib keldi-da. Borib Atilabdan maqtalgan joyda Samarqand oshini yebdi-da. Video qilib qo'yibdi endi shuni. Samarqandning oshini Toshkentda mazali qilishar ekan deb yozib qo'ydi. Toshkentda Samarqand oshini yeb maza qilgandim deyapti-da. Endi yo'q, uni ham joylari bor-da. Balkim, joyi bor-da. Samarqand noxat sho'rini ham masalan вообще mana yeb ko'rganmisan, zo'r-da вообще. Noxat sho'risi. O bir marta syomkaga borganmizda, shu syomka qilganimizda shu unaqa oshpaz nima, obedga noxat sho'ri qilayotgan ekan. Men unaqa ovqat qanaqa ekan, men yemaganman-da. Botir akam aytdilar, yeb ko'rginsan dedilar. Qo'shim berib yeb ko'rsan dedilar. Yesam shunaqa shirin, haqiqatdan ham nuqul yetishardi, Samarqand noxat sho'ri masalan, haqiqatdan zo'r qilishar ekanda, zo'r ekan. Faqat Toshkentda emas, masalan, mana vodiyda osh zo'r qilishadi vodiyda. Keyin yana ba'zi o'zining taomlari bor, masalan, Jizzaxni hamma biladi, mana shu somsasi, misol uchun. Buxoroda ana g'ijduvon kabobi masalan-da. Qashqadaryoda tandiri demang lekin. Chunki men Qashqadaryoga to'yga borganimda tandir qilishdi-da, endi to'yda tandir tayyor qilishar ekan, orada tortishdi hammaga. Oka, balki shunaqa joyiga to'g'ri kelib qolganmanmi? Qo'y go'shidan ko'ra dumbasi ko'p ekanda, yog'i ko'p ekan. Haligini ozgina yedimda, bizda yana rohatda bu paytda tandir sotardi, hozir sotadimi, yo'qmi? Rohatda o'sha tandirda emas, qaynatib duxovkada pishiradigan tandir bundan mazali ekan deyordim lekin. Yo'q, o'zi mana biz Qashqadaryoga borganimizda, shu gastrolga borganimizda ham bizga bir odam aytdiki, uyiga ketayotganingda tandir olib ketadigan bo'lsanglar, aytinglar, u hamma joyda ham yaxshi anaqa ko'rmaydi. O'zining joylari bor dedi-da. Zo'r tandir qiladigan joylari bor. Shu etsanglar, men sizlarga ko'rsataman, o'zim olib boraman dedi-da, masalan. O'shanda bildim, hamma joyda ham yaxshi tandir qilvermas ekan, o'zining joylari bor ekan. Masalan, Jizzaxda ham somsasini hamma joyda ham yaxshi emas, o'zining joylari bor. Zo'r qiladigan, o'shanga o'xshatdi. Lekin hozir mana men qoyil qolaman, mana qayerga borsangiz hozir asosan ko'p joylarda taomga usta bo'lib ketishdi, haqiqatdan ham zo'r taomlar qilishyapti, haqiqatdan hamma joyda. Oldin ali kamdan kam bo'lardi, hozir mana siz qachon oilaviy bir qatga borib bir anaqa qilgansiz mana? Taomlanib, o'tirib kelgan. Oxirgi martami? Oxirgi marta men o'g'lim bizani yuriloya deb bizani shu yallamachi baliq degan joy ochilgan ekan, shu baliqga olib boraman, shu yallamachi. Chinozdan. Yo'q, mana shu o'zida Yunusobodda. Tangali, ana o'sha yerda yallama balig'i chiqqan ekanda. Ben bir marta bundan 3-4 yil oldin bir Murod Rajabov bir keltirdi, shu to'y bor edi, o'sha yoqqa borib kelinglar dedilar. O'zlari sal mazalari yo'q edi. O nimada? O'sha Jizzaxda shu yallama degan yallamaga yaqin joyda ekanda. To'y o't bo'lgandan keyin to'yga Botir aka degan odam edi. Ya men deydi yallamaga baliq etib qo'yganman. Yo'q aka, o'zi to'yda
o'tirdik, yedik, ichdik bo'ldi. Ya dedi, "Yo'q," dedi, "men aytib qo'yganman, kelsalaring xafa bo'l, men aytaman Murodga. Meni xafa qilishdi deb aytaman." Yo, mayli endi bordik endi. Endi qorin to'q. Mayli endi hali odamning hurmati endi bordik. Endi aytib qo'ygan ekan, mayli bordik, o'sha yerda bir piyola choy ichib qaytib ketamiz deb. Kelib o'tirdik. Hali balig'i olib keldi. Endi olinglar deyotibdi-da, endi olinglar deyotibdi. Aka, qorin to'q desa, oling. Mayli deb endi ko'ngil uchun olimda cho'qilaydi odam olib. Yuvdik va shunaqa shirin. Qorin to'qligan esdan chiqib ketdi-da, hali balonni endi urra ketayotibdi-da, olib kelyotibdi. Bir mahal keyin mana dedi, uyga ham olib ketasizlar, uyga ham berib yubordi-da endi. Biz endi 3 kishimiz kelib, hali nima bo'ldi, ozgina uyga olib keldim. Kelsam, hali keyin ham yeb, voy qattiq olib keldi, zo'r baliq ekan. Shu esimda qoldi, yallamadik baliq. Kim bu aytib qoldi, yallama baliq bor ekan, o'sha yoqqa olib boraman deb qoldi. O'sha joy esimga tushdi. Borsa haqiqatdan unchalik emas lekin. Yo'q, zo'r ekan. Zo'r ekan. Ha, endi bu reklama qilyapti demaydi-ku, просто haqiqatdan zo'r ekan. Haligini yedim, shirin ekan, o'tirib oilaviy yedik. Zo'r ekan. Biz tabiat shaydosimiz. Ha. Men ko'pchiligiga ham maslahat beraman. Men o'zi hali domovoy deydi-yu, shunaqa odamman-da. Odamiy hozir ham shunaqaman. Haligi bo'sh vaqtim bo'lsa uyda televizor ko'rib, kitob o'qib, kompyuter o'ynab, masalan o'tkazsam deyman-da, dam olgim kelmasa qilsam dam olgan bo'laman deyman. Lekin ayolimga uylangandan keyin ayolim tabiatni yaxshi ko'radi. Adasi, hech qayerga kirmasak ham ovqatlanishga, shunchaki tabiat qo'yniga borib aylanib kelaylik deydi-da. Oldin Volgamda ham erinmasdan haydab borgan ekan, Chorvoqqa borardik. Chorvoqda unda dambadan pastda suv bo'ladi-yu. O'sha yergacha mashinada tushish imkoniyati bo'lardi. Men ana Mujiki Gatoy kanalimda baliq qovurganman. O'sha yerga qozon o'choqlarni olib borib, baliq qovurib, mashinaning bagajini ustida baliq yeganmiz-da. O'sha videoyim bor. Endi shunaqa bo'lib qolganki, deyarli har yakshanba kuni borardik-da. Borardik, uyda ayolim nimadir pishirib olardi, buterbrod, tuxum qovurilgan, o'shalarni yeb kelardik-da. Shunchaki tabiat. Endi hozir oxirgi paytda men bu O'zbekiston bog'ini oldidan yo'l tushgandan keyin Parkent tarafga, Kumushkon tarafga rosa ko'p boradigan bo'lib qoldi. Yaqin bo'lib qoldi-da. Ya'ni Solnishniga agar chiqmaganlar bo'lsa, chiqinglar. Shunaqa zo'r joy vaqtiga. Odam yo'q lekin u yerda hali. Men o'shani aytaman, biron bir tadbirkor o'sha Solnishnikni pastida qirri bo'yiga qator bir 10 ta kalavat qo'yib, bir ovqatlanadigan joy qilib qo'ysa, digim keladi-yu, lekin hozir bundan keyin balki bitta hamta shunga qo'l urar, lekin uni qilib qo'ygandan keyin men bu bizga o'xshagan tabiat odamlari ana dam ololmay qoladimi deyman-da. Chunki biz o'tga borib gilamlarni solamiz, ko'rpachalarni solamiz-da, yotasiz. Oki men Toshkentda 40 daraja issiq bo'lsa, u yerda 10 daraja havo past darajasi. Yana shamol bor u yerda. G'ir shamolga yotib uxlab olgingiz keladi-da. Har hafta chiqamiz. Xudo xolasa endi ro'za bo'lib qoldik, sal kamroq bo'ldik. Bugun ham va'da berib qo'yganman. Oilaviy o'tbitga borib og'iz ochib kelamiz. Iftorlik qilib kelamiz. Yaxshi. Mana endi tushunishim bo'yicha kelin tabiat qo'ynini yaxshi ko'rar ekanlar. Sen haligi uyda o'tirib, kitob o'qib o'tirishni yaxshi ko'rasan, hobbi. Ali Latifaga o'xshab xotin agar bizni urushib qolsa, biz hech qachon urushmaganmiz, janjallashmaganmiz. Mabodo shunaqa bo'lib qolsa, xotin tabiat qo'yniga chiqib ketadi. Men uyda kitob o'qiyapman. O'rimni yarmi kitob o'qish bilan yarmi tabiat qo'ynida o'tib ketdi deydi. Yo'q, bizga bunaqa emas, Xudoga shukr. Men hozir mana xotinimga qo'shilib, shunaqa tabiat qo'yinlarga ikkita kichkinamiz oldin hamma 4 ta bolani olib chiqib ketardik. Hozir endi ikkita kattasi katta bo'lib qolishdi-da endi ular. Haligi alohida hayot xohlashyapti. Biz endi egizaklarimizni kichkinalari ham 19 yosh bo'lgan hozir. Ketdi deb chiqamiz, Solnishnikda o'tiramiz, Kumushkonga chiqib qor bo'ron o'ynaymiz-da. Keyin Gulbahor opani somsasiga kirib, bitta sho'rva ichib, ikkita somsa yeb qaytib kelyotgandik. Yaxshi, meni bitta o'rtog'im bor-da. Shu aytadi, har bahorda oilamni olaman deydi. Hali mashinaga deydi, bagajga deydi,
ko'rpacha yo bu yoq mana shunaqa ovalaman, sholcha ko'rpacha boraman deydi, hali shabada bor joyga deydi, keng qirli joylar bor, o'sha yoqqa borib deydi, shartta borib deydi, haligini yozib, ko'rpachalarni yozib, bozorlik qilib olaman deydi, masalan, 2 xil ovqat-poqat bu narsa bozor o'char qilib olamiz deydi, o'tirib deydi. Albatta yo'ldan varriy sotib olaman deydi. 2 tami, 3 ta varriy sotib olaman, bolalarimni olib olaman deydi, oila yuboramiz deydi. Bolalar bilan birga qo'shilib varriy uchiramiz. Aka deydi, buni deydi, bundan zo'r Andreyalaring yo'q deydi. Odamga butun asablaringiz tinchlanib shunaqa maza qilasiz deydi. Butun tabiat qo'ynida varriy uchirib, hali bolalik o'zimni bolaligim esimga tushadi deydi. Mazza qilib bolalarimga qo'shilib bola bo'laman deydi. Ayolim ham deydi, qo'shilib deydi, varriy uchirishib ham deydi, mana shunaqa butun narsani unutamiz deydi, butun. Tashvish, nima, uy-ro'zg'or boshqa tashlab hammasi. Aka bir kun maza qilamiz deydi shunaqa. Kechqurun qaytib kelamiz deydi. Bu shu deydi, keyingi anaqa bizga anaqa beradi deydi. Haqiqatan o'zi zo'r narsa bo'lmadi oila uchun. Mana hozir siz shuni maza qilib gapirib beryapsiz-da. Lekin o'zingiz chiqdingizmi o'sha odamning gapidan keyin? Varriy uchirganmi? Yo'q, varriy uchirgan yo'q. Uyda uchiryapsiz varriy. Bir ikki marta shaharda yoshligimda varriy uchirganman. Bir ikki suv yog'ochlik ilib qolgandan keyin tabim xira bo'lib, hafsalam pir bo'lib, lekin varriy uchirmay qo'yganman. Men yana hozir Mujiki Gatovit kanalimga yana bir bora gapirib o'tib ketaman. Shashlik na природе degan anaqasi bor. Nima deydi? Videoyim bor, nomli. O'shani kirib ko'rsanglar, biz ham so'qoqda varriy uchirgan har bahor chiqamiz. Yoshmizami, kattamizami birga varriy uchiramiz, yugurib, keyin qo'ra olib, shashliklar pishirib, o'sha so'qoqda alohida bitta joy bor. So'qoqqa kelib turishingizda o'ng qo'lda varriychilar, varriy uchiradigan joy bor-da. Yaxshi o'ylab qo'yishgan o'shani. Oilalar chiqib ko'rpachalar solib, gilamlar solib, kimdir shashlikga, kimdir ovqat qiladi, kimdir o'zi bilan olib chiqqan narsasini yeydi, bolalarga qo'shilib varriy uchirishadi. Aka, lekin haqiqatda juda mazza. Biz karantindan bir kun oldin chiqqanmiz, aka. Bir kun oldin chiqib varriylar uchirib, shashliklarni yeb kelsak, ertasiga karantin deb turishibdi. Biz hali oziq olib oldik-da karantinga. Shuncha bemalol 7 oy uyda o'tirganman-da, aka, men karantinda. Ha. Hozir. Lekin endi bu haligi Mujiki Gatovit degan avval menga qiziqdi shu YouTube'da ancha yaxshi ketdi, to'g'rimi? Bu nima sabab bo'lgan? Men buni nomi bunaqa Mujiki Gatovit, bu hali ruscha nomda, masalan, erkaklar ovqatni baplaydi deb qo'ysa ham bo'lardi, masalan. Endi buni qarang-da, bu o'zi YouTube'ni tashkil qilinishi juda bir boshqacha bir, eslasa kulgisi ham keladigan holatda. Meni ayolim endi shunaqa qiyinchilik paytlar bo'ladi hayotda. Nimadandir pul topishni o'ylaganda, uyimizda endi bitta kompyuter bo'lardi. Kech hamma ishlarni qilib bo'lib, bolalar uxlagandan keyin kompyuter oldida o'tiraverardi xotinim, internetni titib. Nima qilyapsan? Adasi, mana shu YouTube'da kanal ochsa, shu Odnoklassnikda bir ikkisin pul topardi, bilaman. Lekin YouTube'da ham pul topsa bo'ladi, deyapti-da. Endi shunaqaki, ertalabgacha o'tirgan paytlari ham bo'lyapti-da vaqtiga. Men aytdim, mana shu YouTube'dan dedim, $50 pul topsang dedim, kallamni olib tashlayman dedim. Okey. Men hozir aytaman, где-то bir 75 ming, 80 ming dollar pul topdi. 75 ming, 80 ming dollar pul. Mana shu loyihadan. O'zini anaqa u qo'lini o'zini ko'rsatib ovqat pishiradi. Mujiki Gatovit hali yo'q. Ovqat pishiradi, ovqatini syomka qiladi, o'zi montaj qiladi. Boshida men montaj qilib beryotgandim. Meni qilgan montajim yoqmay qoldi xotinim. O'zim qilaman dedi. O'zi montaj qilib, o'zi qo'yib, pul topishni boshladi. Birinchi pul olishga bordik. Milliy bankka bordik. YouTube'da shunaqa qonun qoidasi bor edi o'sha paytda. Video qilasiz, u videoga YouTube reklama qo'yadi. O'sha reklamadan tushgan pulini 50-50 menimcha bo'lsa kerak, yana bilmadim necha. Xullas biz ani hech narsani bilmasdan boshlaganmiz-da buni. Shu bilan pulimiz yig'ilyapti. Uni AdSense degan narsa bor, YouTube'da ulash kerak. U AdSense'ga
yo Visa kartani ulash kerak yoki Nasional o'sha Milliy banki hisob raqamini ulab qo'yishingiz kerak, o'sha yoqqa pul keladi. Endi bizda pul yig'ilyapti, pulni qanaqa yechib olishni bilmaymiz qonun qoidasini. Internetga kiraman, uni qanaqa yechib olish mumkin? Anaqa qirg'az deydi, adres qirg'az deydi, u xil. Xullas men tushunmayapman. U inglizcha yozilgan joylari bor. Nima qilishni bilmadim. Bir 6000 mi dollar pul yig'ilib qolgan shu yerda. Kelgan Erkin degan bitta ukamiz bor. Taniysiz, ha? Mavluda Asalxo'jayevaning yonlarida yuradilar Erkin. O'sha odamni menga kimdir maslahat berdi. O'sha odamga uchrashgan, xalqi beradi dedi. Men uchrashdim. Erkin mana shunaqa desam, bo'ldi, olib beraman dedi. Ha, bo'pti dedim. Menga dedi, hammasini tashlang dedi. O'sha parol bormi, nima bormi dedi. Tashadim. Keyin xalqi berdi. Endi o'sha menga tavsiya qilganlar, endi bir ikki so'm pul berasiz dedi o'sha xalqi bergan nastroykalariga. Ha, xo'p dedim-da, $100 pul berdim. O'sha paytda endi kammi, ko'pmi bilmadim. Endi rahmat dedim. Mayli dedi. Aka birinchi marta bankka bordik pul olishga. Oddiy o'zbekcha kiyimlarga kiyib olganmiz. Bankdagi ayol ham tanish bo'lib qolgan. Otlari esimdan chiqib qoldi, lekin ko'rsa bizani ko'radi, ya'ni yuzimizda tabassum paydo bo'ladi. Bordik. Biz shotimizda pul bor ekan, yechmoqchimiz. Ha, bering pasport dedi. Xotinim pasportini berdi. Lekin pul qayerdan keldi deb so'rayaptilar. So'ralar ekanda, endi qayerdan keldi? Biz bilmaymiz pul qayerdan kelgan. Biz dedim, YouTube'dan keldi. Qaysi davlatdan, qaysi anaqadan? To'g'risi bilmaymiz biz. Ya'ni hisob raqamlarida har xil davlatlar bor dedim, Amerika ham bor dedim, Boston dedim, shunaqa desam, Bostonda yozib qo'yaveraman bo'lmasa. Mayli, Boston deb yozildi. Shu bilan keyin qog'oz yozib berdi, mana kassaga borasizlar. Biz endi hozir kassaga borsa, men tekshiruvlar bilan pul olsa kerak etsak, borsak qilib sanadi-da, $6000 qo'limizga berdi-yu. Xotinimda o'sha adasi bo'ldi, ketaveramizmi deyapti. Ha, ketaveramiz bo'ldi. Endi chiqib ketyapmiz. Xotinim xursand, "Voy, adasi qarang, $50 topsang kallamni olib tashlayman, $6000 deyapti." Oga, endi buni ko'rib menda ham ilhom paydo bo'ldi-yu. Adasi, "Ha, siz" dedi, chiqib ruschani nimaga sababi O'zbekistonda pul to'lanmay qoldi-da. YouTube'ga pul to'lanmay qoldi. Lekin Rossiyada 1000 ta prosmotrga $1 pul berardi. $1 pul berardi. O'zbekistonda 20 sent, 30 sent bo'lardi-da, u 5 barobar, 4 barobar kam bo'lardi. O'shanga biz ruscha qildik. Men ham o'z ruschaga yo'roq edim. Mahal Bobojonov deyman, Jamshid. Haligacha aytadi-da. Jamshid aka o'sha "Здравствуйте" deb boshlashingizga men maza qilardim deydi. Siz videolaringizni ko'rib deydi. O'shani men sizdan o'g'irlaganman ko'p retseptlarni deydi. Uni hozir men yana aytib beraman, Java bilan qanaqa tanishganimiz YouTube orqali. Keyin shu bilan videoni qildik. Xotinim nima qilishni aytadi. Men ovqatga usta emasman. Osh qilsam ham kasha qilib qo'yardim. Xullas nima qilishi, xotini o'rgatib turadi, bir xil narsalar tez o'zi qilib beradi. Bitta montaj qilamiz, qo'yamiz. Okey? Endi meniki unaqa bo'lmasa ham bir $7000-$8000 pul topdim o'sha yerda. Endi xotinimcha 10 barobar kam topdim, lekin bu yaxshi deb o'ylayman-da, meni fikrim bo'yicha. Hozir masalan, hozir ham agar YouTube'da o'sha monetizatsiyani O'zbekistonga otsa, xudo urush boshlangandan keyin Rossiya bilan Ukrainaga monetizatsiyani yopib qo'ydi. O'tdan pul tushmaydigan bo'ldi. Endi anu rag'bat bo'lmasa odam ishlagisi kelmay qolar ekanda. Chunki hozir $15-20 pul tushadi oyiga. Endi u paytda 200-300, xotinimga $1-2 tushardi. Oyiga $1-2 pul tushardi-da. O'shaning orqasidan adasi uchastkani quramizmi? Men endi xotinning puli minnatli bo'ladi deyshadi. Yo, o'zingga ishlat derdim. To o'zi "Mamani qilib oling" deb pul bermaguncha indamas edim. Adasi, "Ha, sokolini qilib ola qolaylik." Nech pul ketadi? 5000, amuncha. Adasi ataplenasini qilib, nech pul ketadi? 5-6 ming. Mana 5-6 ming. Mana shunday qilib uchastkani olishga olib, qurilishini xotin qilganda. Endi o'shani aytaman. Agar hozir ham monetizatsiya ochilsa, masalan Rossiyada ham urushlar tugasa, tinchlik bo'lsa, hamma joyda monetizatsiya ochilsa,
haligi borib mardikorchilik qilib yurgandan ko'ra YouTube'da mehnat qilib ijtimoiy tarmoq orqali pul topgan afzal, yaxshiroq. Keyin yana bitta minus tarafi nima bo'ldiki, bizani налоговыйga chaqirdi. 11 million налог. Mani Mujigi Gatovit kanalimni o'ziga 11 million налог to'laysiz deyapti. Men aytaman, nimaga bunaqa to'layman desam, chunki deyapti, necha ming dollar pul topgan ekansiz deyapti. Endi hisoblab chiqishganda ular. Kelgan pulni hisoblagan, nimani hisoblagan. De o'shandan deyapti 12% deyapti. Keyin men aytayapman, bu o'zini o'zi band qilish 21-yildan chiqqan. Men bu pullarning asosiy qismini 18-19-yilda topganman. Nimaga sizlar umumiy hisoblab beryapsizlar? Sizlar 21-yildan bu yog'iga qonun chiqqandan bu yog'iga hisoblaylar. Qonun chiqqandan bu yog'iga hisoblasa 550 ming shunaqa pul chiqdi-da, nalogim. 550 ming to'ladim, qutuldim. Xotinimga endi sal ko'proq chiqdi. Uniki ham xuddi shunaqa 21-yildan bu yog'ini hisoblagan. Unikiga ham bir 3 millionmi, necha milliondir pul to'lab yubordik nalogin. Siz to'lab yuboring demadim. Shunaqa bo'ldi. Oylikdan to'lab. Oyligingizdan to'lab yuboring. Endi shuni aytaman-da, mana masalan, biron narsadan pulni trebut qilish uchun o'sha narsani sharoitini qilish kerak deb o'ylayman-da. Masalan, YouTube'ni ochsa, odamlar shundan tirikchilik qilsa, ana borib nalogini o'z xohishi bilan to'laydi-da, bekinib yurmaydi, qochib yurmaydi. O'shani mutasaddilar agar shunaqa gap bo'ladi, o'tgan yili YouTube ochilar ekan degan gap bo'ladi, biz xursand bo'ldik. O'zbekistonga YouTube ochilsa, yana bir qism pul bo'lar ekan. Endi buni yaxshi tarafi chet eldan valyuta kirib keladi-da O'zbekistonga. Masalan, hisob raqamiga tushsa ham, baribir o'sha pul bor-da, kirib kelgan pul bor. Masalan, o'sha pulni olib biz O'zbekistonda ishlatamiz. Uy-joy olamiz, mol yeb-ichuvlik, kiyim-kechak, baribir O'zbekiston ichida оборот ehtiyoji uchun ishlatiladi. Yo'q, pul kirib keladi-da. Pul o'zimizdan bo'ladi. Endi Jami Bobojonovni ko'rsatuvga taklif qilganmiz. Muallif etdi, Jamshid aka siz gaplashing dedi. Ha, xo'p dedim. Telefon qildim. Jamshidjon yaxshimisiz? Mana ham otim Jamshid, mashaq ko'rsatuv desam, Jami Bobojonov ko'raman. Vaqtim bo'lsa, anaqa ko'raman. Keyinroq bir xabar oling dedi. Endi sovuqroq gaplashdi-da. Hayron ma'lum dedim. Telegramda keyin yozdim. Jami men bu ko'rsatuvlarning anonslari dedim-da. 2-3 ta ko'rsatuvning anonsini tashladim. Ko'rib vaqsin, balki qiziqar dedim. Shunda tashlashim bilan qaytib qo'ng'iroq bo'tdi-da. Alo desam, "Jami aka" deyapti-da. "Ye" dedim. "Ha" desam, "Men Jamshid akaman demaysizmi?" deyapti-da. Men umrimda gaplashmaganman Jamshid bilan-da. "Aha, tanisizmi meni?" desam, "Aka, men sizni shu "Здравствуйте" deb YouTube gaplashish videolaringizni boshlashingizdan sizga ish qilyapman" dedi. "Sizni muxlisingizman, hamma ovqatingizni tayyorlaganman men" dedi. Endi food bloger-ku. Men xursand bo'lib ketdim, aka. Shuna xursand bo'lib ketdim. "Aka, qachon qatga syomkaga borish kerak?" deyapti-da. Uje odam o'zgarganda aytaman-da, yo hozirgacha mana billa ishlaymiz, billa ko'rsatuvlar, syomka qilamiz. Jamshid har doim aytadi-da menga. "Jam aka, nimaga to'xtatib qo'ydingiz?" deydi. Endi ko'rvasan, Rossiyada urush boshlanib ketib qoldi, pul to'lanmayapti u. "Aka, siz qilavering, mashinasini Instagramga qiling" deydi. "Hozir faqat deydi osh qilganingizni qo'yasiz" deydi. "O'zi boshqa ovqat qilmayapman" deydi. "Har safar osh qilsangiz qo'y. Oxirgi videolaringizda 10 tacha osh qo'ydingiz shekil" deydi. Endi har xil osh qo'yapman-ku, Jamshid deyman. Lekin Instagramdan ham hozir ancha uje charchab qoldi odamlar, sekin-sekin uje YouTube'ga yana qaytish boshlanyapti yana. Mana blogerlar ham hammasi uje YouTube'ga ataylab narsalarni sekin-sekin taylab ana qilishyapti. Ajab emas aytganingda yana hali. Uning uchun YouTube'ga monetizatsiya ochilish kerak vaqtdagi. Hozir mana blogerlar bor. YouTube'ga nimaga hamma YouTube'ga o'tib ketayotgan sababi to'g'ri monetizatsiya yo'q bu. Ular anaqadan soqib qoldi. Prosmotr ko'p bo'ldi. Prosmotr ko'pligini ko'rib kompaniyalar reklama beryapti ularga. Video orasida reklama qilib ketyaptilar. Instagram ham shu ahvolda. Instagramda pul to'lamaydi. Hamma shu chetdan keladigan reklamani hisobiga
pul topyapti-da. Shunaqa. Endi YouTube plus tarafi u siz reklamachi qidirib yurmas edingiz-da. YouTube plus tarafi shunday edi. O'zi reklama qo'yardi, o'zi pul tashib berardi. Siz faqat ijod qilsangiz bo'ldi. Ani kimdir bilan anaqa qilib, endi hozir Ikkinchi, men bitta narsa hayron bo'laman. Gapi bo'lib qo'ydim o'zimni. Tushundim gaplarning hammasini. Ne unaqa, masalan, Instagramda, YouTube bilmayman, Instagramda negativ narsalar ko'p layklar bosib, ko'p prosmotr bo'lib ketadi. Masalan, ochib, kecha kelgandir debon. Ul sarvagul ruh kelmadi deb hozir g'azal o'qib tashlang. Ko'rsa 30 ta 40 ta odam ko'radi. Hali jinni qilib o'qisang million prosmotr bo'lib ketadi. Ajoyib shu to'g'ri. Ne shunaqa? hozir juda og'riqli masalani gapirdingiz-da vaqtdagi. Ne shunaqa ekan? Xalqimiz shunaqa aka. Biz ham bitta o'zbek xalqi emas. Butun dunyo shu urushdi, bir-birini urdi, palonchi psilonchini o'ldirdi, palonchi 18+ videosi chiqdi desa, odamlar o'shani qiziqib ko'radi. Yo'q, tavba qildimi bitta xonandani zo'r ashulani aytsa, ashulasiga anaqa mas'ul prosmotr bo'lmaydi. O'sha xonanda bilmasdan nimadir nitoy bir harakat qilib qo'ysa, o'shani butun dunyo ko'radi-da. Ani bu butun ne shunaqa ekan deyman. Negativ yaxshi rivojlanadi. Shuning uchun nimaga mana prank qilishadi? Prank. O'zi unaqa emas, lekin shunaqa ko'rsatishadi. Uni reklama qilayotganda ham o'sha aynan o'sha eng kulminatsion nuqtasini kesib o'shanga urg'u berishadi. Uni voy, mana cho'kib ketibdi yoki cho'kkan odamni qutqaribdi. Voy, mana bu gadoyi tepibdi degan narsani ko'ramiz deydi, videoni ko'radi. O'sha joyini kutib o'tiradi, qachon teparkan. U prosmotr ketganida ularga. Keyin haligini oxirida borganda tepgani, u yolg'on bo'lib chiqadi u. Tepmagan, prosta prank qilingan bo'lib chiqadi-da. U prosmotr yig'ish uchun shunaqa. Lekin hozir men bitta gapingizni aniq qildim. Ravshan Shoir chiqqan. Bilsangiz, ko'rgan bo'lsangiz, hozir Instagramda juda aniq bo'lib ketdilar, taniqli bo'lib ketdilar. Bizni ko'rsatuvga taklif qildik. Jamil Jamga. Shunaqa inson nima deydi? Samimiy she'r aytadigan odamda. Men o'zim hamma videosini ko'raman. O'shanga anaqa bo'lib telefon qilib, Ravshan aka, mabodo mana intervyuga kela olasizmi desam, juda xursand bo'ldilar. Bo'ldi, boraman dedilar. Kelib shunaqa zo'r suhbat bo'ldi. Shoir bilan suhbatda bunchalik prosmotr bo'lishini bilmagan edim men. Okay? Ko'rsatuv kanalda ham zo'r prosmotr bo'ldi. Uni Instagramlarga ham qo'ydik. O'tda ham zo'r prosmotr bo'ldi-da. Endi shunaqa davr, men haligi suhbatda ana qilganimda amerikalik blogerimizning otlari nima edi? Otabek bilan suhbat bo'lganda, suhbat qilganimiz. U odam endi o'qimishli-da, dunyoni ko'rgan odam-da. O'sha odam aytayapti, har bitta davlatda o'tish protsessi bo'ladi dedi. Masalan, hozir bizda o'sha negativ 18+ bir-birini urgan, so'kkanlar yaxshi prosmotr olayotgan bo'lsa, deyapti, sekin-sekin deydi bu o'zgaradi dedi. Masalan, deyapti, chet elda deyapti, o'sha jarayondan o'tilgan, chet elda ham endi o'sha hammasi emas, o'sha jarayonni o'tib bo'lgan sivilizovaniyroq davlatlarni aytadi. O'tilgan deyapti. Bu ham o'tadi O'zbekiston ham bu anaqadan deyapti. Mana o'sha hozir shoirni she'r aytgan she'rini prosmotrini odam ko'p ko'rayotgani hisobi o'sha tarafga ozgina o'tayotgani hisobi. Masalan, o'tsa-ku, xo'p. va Abror Muxtor Alini suhbatlari. Masalan, men bittasini o'tkazib yormayman, hammasini ko'raman-da. O'sha bahs bo'ladimi yoki ilmiy suhbat bo'ladimi yoki biror bir siyosiy qarash bo'ladimi, hammasini ko'raman. Prosmotrga qarasam, ko'pi 1 million, 1 milliondan oshuv odamlar ko'ryapti. Faqat ularga saviyadagi narsani berish kerak. O'sha she'rni ham men bugun deb o'qib chiqqanni ko'rmaydi, ichidan his qilganni. Masalan, Yulduz Usmonova nima yaxshi ko'rishadi? Yulduz Usmonovaning dardi bor. Aytganda, odam ichiga tegadigan, xuddi shu oralagan aytganimizdek, ichiga tegadigan narsasi bo'lgani uchun qo'shiqlarni eshitishadi. O'sha video qilayotganda ham hozir mana Instagrammi, YouTube'mi
shunaqa saviyali narsalar qilib borsa, odamlar ko'rib yaxshi tarafga o'zgaradi. Yaxshi o'zni ham mehmon qilib chaqirdik ko'rsatuvga. Ko'rgansiz yaxshi o'z Facebookda men ko'rib, to'g'risi hozir televideniyada ko'rsatuv uchun bunchalik harakat qilinmaydi-da. Masalan, bitta novella olish uchun bunchalik xarajat qilinmaydi-da. Masalan, Gurzovoy kelish kerak degan joyda Gurzovoy topilmay qolsa, novellalarda Gurzovoy joyini olib tashlaymiz-da, darvozani oldida gaplashib qo'yila qoladi. Lekin u yaxshi uzdigilar Gurzovoy kelish kerak bo'lsa, uzilma. Gurzovoy olib kelishyapti-da, masalan, kichkina reels 5-6 minutlik narsa, lekin dunyo ma'no olib kelishyapti-da. Odamlar ko'ryapti shuni. Bizani ko'rsatuvni ham faqat Instagramda ko'rmasdan, YouTube kanalida ham ko'ringlar. To'liq ma'lumotlar, to'liq podkastlarni berib boramiz. Gurzovoy deganiga. Esimda bo'lsa, syomka qilganmiz-da. Syomkada esimda bo'lsa Gurzovoydan tushib kelib, instruktor o'ynagansan, men anaqani o'ynaganman, o'quvchini o'ynaganman. Aka, taksi ishlaman, olib borib qo'ying deydi, axlat qop ichida axlatlar bo'ladi. Yezdani o'rgatadigan instruktor o'ynagansan, esladingmi? To'g'ri, musor ortadi-da qopida. Meni qopimda yuk mollarim bor edi, ipodromga sotgan olib ketyotgandim. Olib borib qo'yilib, pulni kelishib, o'tirdi. Meni o'tkazib, menga yezdani o'rgatayotgan bo'lasan, sen instruktor bo'lasan. Xullas, u orqada ketaman deydi, oldida joy yo'q, orqada. Bo'ldi, esladingmi? Sekin xotiramjam esimdan chiqib qolgan. Mashina yurayotganda sekin mashinadan tushib qoladi, biz bilmaymiz, ko'rmaymiz. Lekin qop ichida axlat bo'ladi. Uyni axlatlari bo'ladi. Bu shahar o'rtasiga borganda mashina to'xtaydi. Qarasa, ukam keldik. Ipodromga keldik, ukam tush. Bunaqa qarasa yo'q. Voy, padalanadi, qochib ketibdi bu. Men qopida yuki bor-ku, unda qarasa axlat bo'ladi. Tashlaymiz axlatlarni tashlaymiz. Keyin gay kelib qoladi, gay kelib ishlab qilardi. Ishlab soladi. Nima shahar o'rtasiga axlat tashlaydi. Shu paytda keyin samani qularding orqamdan. Men qochardim. Men qochsam, yordam beringlar. Bu orqamdan qulab, qo'lingda toshni olib, menga qarab otarding, eslaysan? Bu yoqqa keldi. O'sha paytda syomka ketyapti. Mahallan ichlarida otaxon chiqib qolganlar, chiroyli kiyingan otaxon chiqib. Hey, uyalmaysanmi, katta bola, go'dayni qara. Kepka shu kichkina bola urasan. Jamshid quvlab ketdi. Esimda. Okey, otaxon syomka bu. Esimda chiqdi. Katta bola, jasadingni qara deydi. Go'dayni qara. Kepka kuching shu yosh bolaga yetdimi? Qanaqa bo'lasan? Zo'rni kuchi shu yapaloq yetdimi? Shu ketib qolgan. Esimga tushdi aka. Otaxon syomka. Xullas, Gurzovoy deganga esimga tushib qoldi. Yaxshi kayfiyatda davom ettiraylik dedim-da. To'g'ri. Sog' bo'linglar, ishqilib. Endi bahor shunisi bilan ham zo'r-da. Mana boy bekorga bahor zo'r fasl demayman. Bahor go'zalligi ham shunda. Go'zal manzaralarni ko'rsa odammi deydi, anaqasi deydi, nima deydi? Sog'lig'iga ham foyda deyishadi-da. Asablarni joyiga keltiradi. Hali dam olishga toqqa chiqqan odam toqqa boribdi, bittasi kurortga dam olishga. Tog'ni bo'yida deb maqtashgan ekan, boribdi, keyin qalay bo'ldi kurortsa? Yoqmadi. Nimaga desa, desa maqtudlaring, tabiat manzaralar zo'r deb yuboruvdilaring. Hamma uni tog'da to'sib qo'yibdi-ku, manzaralarni ko'rmadim turib. Go'zallikni ko'ra olmaydigan odam ko'rolmaydi ham deb, shuncha go'zallik yaratib qo'ysa ham, lekin haqiqatdan ham bizda zo'r joylar ko'p-da. Mana masalan tog'li joylarimizda qanaqa zo'r go'zal tabiatlar bor. Haqiqatdan bahorda shunaqa chiroyli bo'lib ketadi, shunaqa zo'r. Mana shu Perivaldan bir marta o'tsang maza qilib olasan-da bahorda. Hamma chiroyli bo'ladi, tog'larni tomosha qilib. O'tganingizdan keyin choyxonalar boshlanadi. Sovuq kunlarda ham, issiq kunlarda ham sovuq otadigan choyxona. Hasan samovar, Husan samovar. Aka, men tabiat deganingizga bitta narsa hozir esimga tushib ketib qoldi. Bizani Yoshlar kanalida Jamuljon degan ko'rsatuvimiz bo'lardi-da. Bahor payti o'tgan yil bo'lsa kerak, yanglishmasam. Ko'rsatuvni so'qoqda olmoqchi bo'ldik-da. Ko'ksamsalar, varriylar deganingizga bir taniqli bir san'atkorni taklif qildim ko'rsatuvga. Otlarni ham aytaman bemalol.
Mashhurbekka taklif qildim. Bir hafta oldin gaplashdik. Mana shunaqa so'qoqda varreli uchirib, ko'k somsalar qilib, syomka qilib kelamiz. Ha, bo'ldi dedilar. Lekin 2 kuncha o'tgandan keyin men so'qoqga bora olmas ekanman. Chunki bilas xizmatchilik vaqt bo'lmas ekan, ulgura olmas ekanman dedilar. Men aytdim, bo'ldi Mashhurbek, bo'lmasa dedim, anaqani ko'chiramiz dedim. Syomkani shaharda qilamiz dedim. Shahardan joy gaplashdim. Bo'ldi, nechiga kelasiz? Chunki biz bir kunda 4 ta ko'rsatuv yozamiz. 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. Qaysi birida desam, "Yo'q, men kechqurun to'yim bor viloyatda. Men 3 ta bo'lsam ham ulgura olmas ekanman. Nechida qilish kerak? Soat 2 da qilish kerak" dedi. Bo'ldi dedim. Men hamma texnikani 3 ga gaplashgan edim, soat 2 ga ko'chirdim texnikani. Endi 2 da degani bilan biz 12 da borishimiz kerak edi o'tga, chunki tayyorgarchilik svetlarni qo'yib. Bo'ldi dedi, 2 ga ko'chirdim. Bir kun oldin telefonlashdik. Ertaga xudo xolasa soat 2 da ko'rishamiz. Ha, bo'ldi, ko'rishamiz. Ertasiga ertalab Telegramda yozdim. Lokatsiya tashladim. Bugun nasib qilsa soat 2 da ko'rishamiz. Yo'q, men bugun 2 da vaqtim yo'q ekan deb qoldilar-yu. Kechaga biroz eslatib qo'ymaysizmi ertalabdan? Soat 11 da bo'lganda, endi ertalab necha soat 7 dami, 8 dami eslatish kerak ekanda endi. Men to'g'risi asabim buzilishni boshladi. Lekin men qo'ng'iroq qildim. Qanaqa eslatish mumkin? Kecha gaplashganmiz-ku o'zi dedim. Yo'q, men dedi, kunduzi challarim bor ekan. Nima qilamiz endi? 5 larga borsam bo'ladimi dedilar. 5 ta Saidbekka meni mehmonga chaqirib qo'yganman. Endi u odamni 5 ga kelish uchun men Saidani 2 ga ko'chirishim kerak bo'ladi. Saidaga qo'ng'iroq qildim. Saidaxon, ming bor uzr dedim. Bir mehmonimizni dedim, deb syomkani shaharga ko'chirdik dedim. 3 ta kelolmayman, 2 da deganlariga 2 ga ko'chirdik texnikalarni surib dedim. Endi hozir 2 ga ham emas, 5 ga boraman deyaptilar dedim. O'shanga mabodo siz 2 ga kelolmaysizmi desam, "Yo'q, Jamshid aka, men ham anaqa endi soat endi necha bo'ldi? 1 bo'lib qoldi-da. Men ham hozir ulgurmayman 2 ga. Men shu ishlarimni to'g'rilab, rejalashtirib, ro'ppa-rosa 5 ga boraman." Keyin, "Ha, bo'ldi, yaxshi" dedim-da, Mashhurbekka yozdim. "Bo'ldi, 5 ga kelavering" deb yozdim. Chunki men asabim buzildi-da. Erkak kishida men lavzni hurmat qilaman-da. Erkakni erkak qilib turadigan ham lavz-da. Men dedim, keyin 5 ga kelaversa dedim. 5 ga keladi-da. Keyin men, "Yo'q, bo'ldi, sizni syomka qilmaymiz, tasvirga olmaymiz, ketavering" deb ketkazib yuboraman deb mo'ljal qildim. Chunki menga bo'lgan munosabat meni hali behurmatli bitta men emasda o'tdi. 10 kishi ijod qiladi-da. 10 ta odamga bepisandlik deb tushundim-da men buni. Men ham qanaqadir bir alamimni olishim kerak dedim-da. Hali 2 da texnikani olib borib hammasini qo'yib qo'yganmiz. O'tirdik 1 soat. Ikkinchi mehmon keldi, zapis qildik. Uchinchi mehmon keyin soat 5 da endi kelsa deyapman, tayyorlanib turibman. Oki kelmadi 5 da ham. Men keyin yozdim, Mashhurbek, xafa bo'lmaynu, lekin yaxshi ish qilmadingiz deb yozib yubordim o'zlariga. Bundan keyin dedim, mana shu odamni dedim ko'rsatuvga chaqirish kerak bo'lsa ham, men chaqirmayman dedim. Rahbariyatdan talab bo'lsa ham dedim, chaqirmayman. Lekin bitta qo'shiq aytib bunchalik kibriga, manmansirashga berilish kerak emas-da. Balki tabiatan shunaqa odam bo'lsa kerak deb o'yladim. Keyin men televideniyada o'sha u kimlardan gaplashganda, gapdan gap chiqib ketib shuni aytsam, "Ya unaqa emas edi-ku bola" deyishyapti-da. Yo'q, o'zi Mashhurbek yaxshi, doim kulib turadi, yaxshi. Yo'q, kulib turishi mayli. Endi men oldin bilan gaplashmaganman-da. Muomalasi yaxshi. Ha, yo'q, endi masalan, oka, muomala zo'r bo'lishi mumkin. Lekin etilgan vaqtda masalan, men shunaqa odatim bor vaqtdagi, mana siz guvohsiz. Soat 2 da siz 5 ta ham, 10 ta ham 2 da kelib turishga harakat qilaman-da. Chunki 10 minut kechga qolmay ham deyman-da, men bir xillar bilan Doniyor kelaman, hali kelmagan bo'lasiz. Kelishmadimi deyman, kelib o'tiraman men bu yerda.
bu savol topib turaman mehmonga. Odamning hurmati bo'lish kerak-da. Masalan, sizni hurmatingiz, meni hurmatim, ani ijodkorlarni, masalan, o'sha Jami bobojoni boshlovchimiz, "Aka kelmadimi?" dedi. "Yo'q" desam, "Bunaqa anaqa odamlarni chaqirmaylar, bizani mensimagan, hurmat qilmagan odam." "Yo'q, men unaqa deb o'ylamadim" dedim. Ko'pchilik yaxshi fikr aytuvdi dedi. Yoshlar kanalida ancha mehmonga kelgan, ancha tanilgan odam dedi. Men agar mashhur deb eshitib turgan bo'lsalar, butun jamoamiz sizdan xafamiz. O'shani o'zlari ham balki his qilsinlar deyman-da. Keyingi safar balki sal shu narsa sabab bo'lib vaqtida borishni mo'ljal qilarlar. Bugungi mehmonimiz ham lavz degan narsa. Siz gapirma deysiz, lekin kelmagan inson baribir kecha meni kutdik. Kecha men uydan, men Qorasuvda turaman. Bizni tasvirga olish jarayonimiz Achabot mahallani boshida. Bunda olib qarasa shahar u chetidan kelaman. Yarim yo'lga kelganimda vaqtdagi mehmonimiz kela olmas ekan. Ozgina ish chiqib qopti, ro'za deb aniq qildilar, dedilar. Men jahlim chiqdi, lekin vaqt akamga bildirmadim. Mayli aka dedim, qaytib ketaman dedim, qaytib ketdim. Bugun ham mana keldim. Vaqt akam, falon joyda tasvirga olish bor ekan. Muqaddas ayol. Konsert bugun o'shanga nima qolibdi. Mayli endi. Yo'q, aka mana sizga va'da berilyaptimi? Vaqt aka, bo'ldi. O'zlari belgiladilarmi? Soat 2 da boraman dedilarmi? Haligi Oskardan taklif kelsa ham va'da bu bor-da bu yerda. Yo'q, men soat 2 da vaqt akam chaqirganlar. O'sha yoqqa borishim kerak. Oskar nominatsiyasiga bormaysizmi? Erkakchilikda shunaqa bo'lish kerak. Yo'q deyish kerak. Men mashinga. Chunki o'zim aytganman vaqtini. Falon vaqtda boraman deb aytganman. Masalan, Dilshod akam Musabekov, men Jamiljon ko'rsatuvga taklif qilganman. Ular yetmaganlar vaqtini. Masalan, men Dilshodaga meni Jamshid aka dirdilar, men ularni yosh deb yurar ekanman o'zimdan-da. Mana men Dilshod aka dedim, Dilshodaga mashaq ko'rsatuv. Mashq ko'rsatuvda u paytda oti boshqacharoq edi. Men agar aktyor bo'lmasam, falon kasbni tanlagan bo'lardim degan yo'nalish edi-da ko'rsatuvda. Shunaqa desam, Jamshid aka, hozir men konsertlar bilan bandman, yo masalan, falon kuni syomka qilamiz deb bilyaptilarki, shu lavzda tura olmaslik mumkin. Unaqa yana bitta syomka oldim. Aka, falon kuni syomka, u kuni falon narsamiz bor, men anaqa qila olmayman. Yana bitta syomka qildim. Aka, falon kuni syomkamiz oldim, kamera bizdan texnika olish muammo-ku. Xullas keyin 3-kuni yetdim. 3-marta tasvirga olishga texnika gaplashganimizda Dilshodaga mashaqa desam, "Voy Jamshid aka, men uyimda halim edi bugun. Ehson qilishimiz kerak, ertaga halim anaqa qilamiz. Men o'zim qilyapman-da, vaqtim bo'lmaydi u kuni syomkaga." Men aytdim, "Dilshod aka dedim, agarda men san'atkor bo'lmaganimda oshpaz bo'lardim deylikda dedim. Sizni halim qotganingizni borib tasvirga olamiz dedim. Tasvirga olish jarayonida suhbatlashib, intervyu olamiz dedim. Shunaqa qilsa ham bo'ladimi?" dedi. Bo'ldi, uylariga bordik. Tasvirga oldik. O'sha jarayon ketyapti, halimni pishiryaptilar, piyozni qovuryaptilar, orasida suhbat qilyapmiz. Men o'zim suhbat qilganman, savol berganman, javob berdim. Lekin oxiri o'tirib gaplashayotganda, "Sizlarni ko'rsatuvingiz zo'r ekan-a?" "Nega?" desam, "Haligi vaqti yo'q odamni ham vaqtini topib moslashib ketar ekansizlar." O'shanda mazaq suhbat qilgan edik-da. Men aytdim, "Ya aka, dedim, suhbat zo'r bo'ldi, xudo xolasa" dedim. "Rasa dedim, ko'rimli bo'ladi bu narsa" dedim. Haqiqatda mana hozir YouTube kanalimda ham o'shani qisqa qilib kesib YouTube variant qilib ham qo'yganman-da, halim pishirganlar. Endi ertasiga halimni tayyor variantini ola olmaganman. Boshqa joyda pishirgan halimni montajda qo'shib yuborganman endi shuni. Lekin rasa ko'rimlilik zo'r, tevlarida qancha chiroyli kommentariyalar. Dilshodbek Musabekov, xudo rahmat qilsin, joy jannatda bo'lsin. Shu 3-4 yil oldin aka yuring dedi, bir tog'am bo'yi qo'yniga chiqib bir o'tiramiz dedi, manzarali joyga chiqib o'tiramiz dedi. Bordik. Endi 3-4 kishi bo'lib bordik, hali joyda dasturxon qilib qo'yib, hali aytganingdek hamma nimalar yozib qo'yib o'tirgan, shundoq to'g'ri bo'yida. Tagidagi suvlar shildirab oqayotibdi, oqadigan suv ham bor ekanda. Bir xillar cho'miladiganlar, endi cho'milishga sal vaqtliroq edi u payt, mana sal mana bahor payti. Lekin hamma yoq ko'k, shunaqa chiroyli, adirlar, chiroyli.
bir xil zakolyonerlar cho'milayotganlar ham bor lekinde cho'milishyapti bitta-ikkitasi. Lekin shunaqa mazada, shunaqa приятно deyali o'tirib, maza qilib o'tiribmiz, keling aka dedi, anaqa shu yerda dedi latifalarni ham yozib bir anaqa qo'yishga dedi. Yozib oling. Latifalarda o'tirdi, ikki kishi o'tirib latifalardan u bitta aytadi, men bitta aytaman, u bitta aytadi, men bitta aytaman. Shunaqa qilib 10-15 ta u 15 ta men aytdim, mana shunaqa qilib syomka qilib yozib olishdi-da. Bolalar biz bilan yozib olishdi, shunaqa qilib. Keyin anaqalarga qo'ydi, masalan, yaxshi ketdi-da u. O'sha tabiat qo'ynida vobshe zo'r bo'lar ekan-da, maza qildi-da, to'g'risi. Lekin Dilshod haqiqatdan ham nima deydi? Hammani ko'nglini oladigan bola edi, yaxshi bola edi. Odam edi. Endi hali betga ham mana aka dedi, o'zi kunini belgiladi-da, mana kunga dedi. Biz nimada ko'rishib qolganimizda oxirgi marta o'sha hali bu yoqqa kelaman deganda o'sha Xudo rahmat qilsin Dilmurod akamni fotoxalarida o'tirganimizda gaplashdik. Keyin men dedi, aka 26-da chet elga qayoqqadir ham ketyapman dedi-da. Indoneziya, Malayziya, Indoneziya ketyapman. Shunga o'shangacha anaqa yozib olsa bo'lardi. Masalan dedi, palon kuniga yozaylik dedi. Chunki ertaga palonim bor, undan keyin mana anaqa syomkam bor, bunaqa dedi. Shunga yozaylik dedi. Bo'ldi dedi, kelish keyin esingda bo'lsa, sani vaqting bo'lmay qoldi o'sha kunga. Keyin Dilshod aytdiki, mana shunaqa qilsam, bo'lmasam ketishimdan 2 kun oldin anaqa qilaylik dedi. Unda ham endi uni o'zi mazasi bo'lmay yuruvdi-da, o'sha paytda mazasi yo'q edi. Kechqurunga kelolmayman aka dedi. O'zi kechqurun yozadi-ku. Kechqurunga kelolmayman aka, mazam yo'q deyolmadi, lekin kechqurun sal qiynalib qolaman dedi. Keyin bitta kunni keyin belgiladi esingda bo'lsa, keyin mazasi bo'lmay qoldi, atmay qildik. Shunaqa. Siz nasib qilmagan ekanda, qarang, keyin konsertni o'tgandan keyin, dizaynni konsertni o'tgandan keyin o'shanda bir telefonlashib qolganimizda aytdiki, hali konsert ketib turuvdi. Aka dedi, men konsertni o'tib olsin, keyin dedi, bir anaqsa dedi. Siz men 3-4 ta yaqinlashib borib shu dachani olib bir maza qilib dam olaylik, bir dedi. 2-3 kun dam olaylik biz dedi. Mayli dedi. Keyin xullas konsertlar o'tgandan keyin ham shu mana umraga bordi, umradan kelib endi Alloh rahmat qilsin. Biz mana chorshanba kuni umradan kelgan bo'lsa, juma kuni o'tib qoldi-da. Oxiratlar. Lekin mana betga kelish nasib qilmagan ekan. Shu unaqa nima deydi? Armon deydimi, shunaqa bo'lib qoldi-da, lekin aka o'shanda bir zo'r suhbatlashamiz. Maza qilib suhbatlashamiz degan edi-da. Endi yaxshi odam. Oqibati kuchli edi. Uni oqibati zo'r edi. Chunki o'zi bu doiradan chiqqanda, doiradan chiqqan. U boshda doiradan ana qilganda, men shu Dilmurod akamga shogird bo'lib borib, chunki doirachilarning orasida oqibati kuchli edi. Mana san'atkorlar, ijodkorlar ichida eng oqibati kuchlisi doirachilar-da. Juda kuchli. Mana shularning maktabini olganda, Dilshod shularning maktabini olgan, ustozlarni shu Dilmurod akalar maktabini olib, oqibati kuchli edi Dilshod. Juda oqibati kuchli bola edi. Keyin juda mard, chapani mard bola edi, yaxshi inson edi. Alloh rahmat qilsin, ilohim. Yaxshi bitta latifa ayting, kayfiyatni ko'taraylik. Nimagadir negativ gaplarga o'tib ketib qoldik. Ha, endi bahor mana Navro'z, xudo xolasa Navro'z bayramlari. Haligi Navro'zda men eng yaxshi ko'radigan Sumali. Sumali zo'rdi. Sumalini katta doshqozonlarda Sumalilarni qilib, hali uni niyatla qilib ko'lab, o'zimizning chiroyli udumlarimiz bor-ku endi. Hali xotin ham bir kun xotin yerga aytibdi-da, adasi keling biz ham Sumali qilaylik debdi. Yurib kelgan joydan xotin Sumalini katta qozonda qiladi, hammani chaqirib niyatlar qilibdi. Biz ham bitta kichkina qozonda qilamiz, 2 kilolik qozonda. Niyat qilib ko'raymiz biz ham debdi. Aka mayli debdi. Xullas bug'doy undirishib yoq qilib 2 kilolik kichkina qozonchada Sumali qilishdi endi. Sumalining paytida, tayyorlanish paytida endi hali yer borib bir nimalar qozonni ko'ylab, niyatlab ko'ylabdi. Xotini ham niyatlab ko'ylabdi. Keyin xotini
so'rabdi. Adasi er xotindan so'rabdi. Nima niyat qilding desa, men zo'r niyat qildim ko'rayotganimda amalga oshadi endi. Nima niyat qilding desa, erim iloyim menga yaqin kunlarda tilla taqinchoq olib bersinlar, tilla uzuklar olib bersinlar, bilak uzuklar olib bersinlar deb niyat qildim. Olib berasiz endi. Amalga oshish kerak bo'lsa, siz nima niyat qilsiz? Men ham zo'r niyat qildim ishqilib xotin tilla taqinchoq so'rab qolmasin. Ani olib berin deb qolmasin. Niyat qilganman. So xotin shart qozon tagini o'chirib qo'yibdi-da. Xotin nima o'chirding? Sumalak qilmaysan desa, niyat bo'lmagandan keyin sumalak nima kerak bordir işte. Xotinlar hamma joydan unumli foydalanadi deb. Albatta. Albatta, kayfiyatlarimiz shunaqa yaxshi bo'lsin, chiroyli bo'lsin. Albatta endi. Okay, men hali to'y mavzusiga o'tganda, ko'pincha shu to'y haqida gap ketganda bitta voqea esimga tushadi-da. Ko'pchilikga aytib beraman, qiziq bo'ladi shu voqea. Men Oqqo'rg'onlik Hofiz aytib bermaganman o'zi oldin, yana qaytadan aytayotgan bo'lmay. Oqqo'rg'onlik Hofiz o'rtog'im, kursdoshim bor edi, to'yga aytganda bizdan. Biz shunaqa kelishganmizki, hali dabdurustdan to'y chiqib qolganda, xullas. Barabanchi, u paytda jonli aytilardi. Barabanchi men bu yoqdan ikkita raqqosani olib ketishimiz kerak bo'lgan. Oqqo'rg'onga. Endi shu sostavda eng g'ovdalisi menman-da endi. Unda qarasak, ichida ko'rinib turadigan. Shu bilan bordik. 2 xonali uy ekan, bizani kutib olgan joyda. Endi shunaqa joy qilishgan-da, bu yerda o'tirib ovqatlanib, ichkarida kiyim almashtirish shunaqa joy ekan. Shu bilan zo'r mehmon kutib olishdi, yedik, ichdik, to'yni boshladik. Sovuq kun. Haligi mana qora shapka kiyib, ustidan telpak kiyib olganman-da, qo'limga qo'lqop kiyib olgan. Mikrofon lavimga tegsa, anaqa yopishib qolyapti lavimga. Bundan zo'rg'a gapiryapman. Shunaqa qilib to'y o'tkazdik. Endi hali ikkita raqqosa sal yoshlari kattaroq bizga. Endi biz o'sha paytda qanday bo'lsa bir 18 mi, 19 yoshmizda endi. Ular endi bir 25-30 yoshli raqqosalar endi. Shun bilan to'y tugadi. Haligi biz endi to'y ham nechida 1-2 da tugadi-da endi. Xullas biz kirdik xonaga, o'zimiz o'tirgan o'sha xonaga kirsak, 30 ta erkak o'tiribdi o'sha joyda. Xontaxtani atrofida, xontaxta emas, yerga dasturxon yozib qo'yishadi. 30 ta erkak o'tiribdi. U 30 ta erkakdan haligi chiroyli desangiz, chiroylisi bitta maymunga o'xshagan odamda, men birovni haqorat qilmayman, lekin shuna qo'rqinchli odamlar oka. Yuzlarida shramlari bor, ko'zlari olaygan, bir g'alati odamlar-da. Yedim, "Ke o'tirlaring" deyishdi. O'tirdik. Ovqat olib kelishdi, ovqat yedik. Endi ovqat ham o'tmayapti, qiyin o'tyapti. Men bilmayman nimani hozir bo'lishi bu yerda-da. Shun bilan sostavda kattasi sanmisan dedi bittasi. Unda Botirga qaradim, Hofizga. Hofiz jim o'tirib. Nima edi aka desam, "Ham ikkita raqqosani bizga tashlab ketasanlar" dedi. Raqqosalar ko'zimdan olaydi. Menga bunday qilib tashlab ketmaylar dedi. Men aytdim, "Aka, biz endi anaqa bularni Toshkentdan olib kelganmiz. Bularni tashlab keta olmaymiz." "Nega tashlab keta olmaysan?" dedi. "Tashlab ketmasang o'zing ham shu yerda qolib ko'milib ketasan" dedi. Endi yosh bolamiz-ku, hozirgi holatimiz bo'lsa balki nimadir deyishga anaqamiz yetardi. Endi titrashni boshladi-da odamni. Nima qilishni bilmayapmiz-da endi. Deb kelgan, men hozir bo'lmasa bular bilan gaplashay dedim-da. Nima deyishni bilmayapman. Nariga xonaga kirmagan edi bu xonaga. Kirsam, ana ikkitasi, "Voy, Jamshid bizani tashlab ketmaylar" deyapti-da. Oynaga ko'zim tushib qoldi-da. Oyna bor ekan. Men aytdim, "Hozir bunday qilamiz" dedim. "Men ularni chiqib chalg'itaman" dedim. "Sizlar kiyimlarni almashtiringlar-da, tez kiyininglar-da, mashinaga chiqib o'tiringlar" dedim. Ashraf degan og'ayning mashinasida borgan barabanchi. "Sen borasan, mashinani qizdirib qo'yasan" dedim. Bo'ldi. Endi men chiqdim haligilarni oldiga. Okalar hammasini gaplashib qo'ydim. Ular ham rozi dedim. "Voy, ukam, brachka, zo'r ekansan, bunaqa ekan. Faqat dedim, ertalab shaharga o'zingizlar olib borib qo'y." "Bo'ldi, o'zim olib borib qo'yaman.
Faqat endi hozir bezovta qilmay turinglar davommi? Ha. Ular birinchisilarga arabcha raqs o'ynab berishar ekan. Ichkarida kiyinishyapti. Hozir bir 5-10 minutda chiqishadi dedim. Menga ruxsat bo'lmasa, "Voy ukam, Oqqo'rg'onga kelsang, joyini aytib, falon joyga kelsang, meni aytgan" dedi. Otini ham aytdi, hozir oti ham esimdan chiqib ketdi. Hech kim tegmaydi sanlarga. Sen meni ukamsan, yo'q. Bo'ldi, aka rahmat dedim. Chiqsam o'sha mashinada o'tirishibdi dedi. Shunda o'tirib ketib yubordikda. Kulaman, nima bo'ldi-ku ular? O'tirib chiqmayapti bular. Qani borcha kirsa nima bo'lgan ekan deydi. Arabcha raqs yo'q. Bechora armonda qoldi, arabcha raqs. Televizor yoqsa arabcha raqs chiqib qolsa armonda o'tirib. O'sha Ashraf og'aynim bilan bir ko'rishib qolsa, o'sha esinglar, qochganimiz esingdami? Yomon bo'lgan. Hali yubiley bo'ladi-ku, yubileyga. Men mehmon sifatida borganman. Xizmatga emas, mehmon sifatida o'tiribman. Mana stolda o'tiribmiz. Shu san'atkorlar yoniga o'tirib qolibman-da endi. Ham yoqda sahna bo'lsa san'atkorlar ishlayapti. U paytda jonli aytilardi. Ancha yil bo'ldi bunga. Jonli aytilardi tor doirada. Ali unaqa paytlar ertalab zaks peshinda challardi yoki shu to'y kechqurun nikoh boshqa tinmay yurgan paytlar. Osh, mana shunaqa osh zaks challardi nikoh. O'shunaqa payt. Dasturxonda ham faqat karom bo'ladigan. O'shunaqa payt. Endi yubiley yaxshigina bir chiroyli dasturxon yozilgan, odam ko'p. Mana endi bir tanishimiznikida o'tiribman endi. U ali hofiz allaqani aytyapti endi. Birinchi muhabbatimni aytyapti. Aytib turdi endi ani so'zi kelmay qoldimi yoki ani adashib qoldimi avjiga kelganda tongda turib Abdulla degan joyi bor. O'sha joyga kelganda endi ya'ni charchagandan to'ylada yurib charchagan shekilli so'zi bo'ladi. Shunaqa hofizlarning esdan chiqib qoladi-yu so'zi. Tongda turib dedi, so'rayapti, kim yozuvdi buni dedi. Bu she'rni kim yozuvdi desa, doiraga shu uyqusidan turib anaqa Erkin Vohid dedi. Tongda turib Erkinjon ushbu she'rini yozdi dedi. Hamma bo'lib qoldi. Endi odamlar biladi-ku, kim yozganini. Hamma ovqatlanib o'tirgan kutubxona qasdiga qaradi. Voy bir qilib qoldi. Keyin men noqulay vaziyatdan chiqib ketsin deb Abdulla deyapman-da. Ya menga bunday qarab turib, yana tongda turib Erkinjon yana aytib Abdulla deyapman-da. Ana to'xtab. Xullas 3-4 marta Abdulla deb qarab qo'yib oxiri tongda turib Erkinjon aytib aytmagandan keyin bir pasdan oldim keldi. Hali hopiz. Assalomu alaykum usta, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Boshdan beri meni Abdulla chaqiradi. Men otim Sadulla deydi. Men otim Sadulla deydi. U meni chaqiryapti o'yladi. Ular mana shunaqa qiziq voqealar bo'ladi, to'ylarda ko'p bo'lgan-ku mana. Endi ayniqsa u paytlarda ko'p bo'lardi, chunki xonadonlarda bo'ladi to'ylar. Hozir endi restoranlarda hamma narsa tayyor-ku, hali xizmatda ofitsiantlar qiladi, hamma narsa tayyor. Kelasan, o'tirasan, 3 soatga ham bormayapti to'ylar. U paytda ertalabgacha tonggacha bo'lgan-ku to'ylar. Masalan, ana nam deyishdilu, shirin yegular bo'lardi. Hali achchiq yegular ham bo'lardi. Qistirardi, shunga yarasha qistirardi, lekin ana eshitdingmi, mana eshitdingmi. Ayniqsa viloyatlarga chiqqanimizda, Ro'shan Tillaxonov bilan to'yga borganimizda o'yinchilar ekan aka. Butun to'yxona 500 ta odam bo'lsa, 500 ta odam o'ynar ekanda o'rtada. Nima ashula bo'lsa o'ynalar ekan. O'yin. Men chiqib gapirsam hech kimga yoqmayapman. Ey, raqs bo'lsin. Ha, o'yin bo'ldi. Soat 9larda boshlangan bo'lsa, to'y soat 3gacha bo'ldi-da kechqurun. 6 soat odam o'ynadi-da, o'ynay. Bunchalik energiya qatdan deyman, 6 soat. Shu bilan to'yi potaqasi bo'ldi. Biz endi apparatni yig'ishtiraman desa, kuyov yugurib chiqib kelib qoldi-yu. Kuyov ichkariga chimildiqqa kirish o'rniga yugurib chiqdi kelinni tashlab. "Ey, qayerga yig'ishtiryapsizlar?" Bo'ldi, to'y tugadi. Men to'yimda ertalabgacha o'ynayman deb niyat qilganman dedi-yu. Ukam boshqa narsani niyat qilsang bo'lmasmidi? Dedim. Shunaqa ham niyat qilasanmi? Dedim. Oka, soat 5gacha o'ynagan. Kuyovni o'rtab, ketolmaymiz. Vali katta gurza o'yib, ustini ochib qo'yib, bizga tepaga joy qilib berishgan. O'tdan tushsangiz,
bo'rilar bor atrofda. Oki yeb ketishi mumkin. Bir amallab 5 gacha to'y o'tkazib, o'tkazamiz. Uni ustiga tikda qo'shni chiqib qoladi. O'chirlari ne bo'ldi? Dam olishga. Yo'q, aka unaqa odam yo'q ekan. Hamma o'ynaydigan ekan. So'qoqga to'yga borganimizda esimga tushdi. U yerda ham shunaqa bo'ladi deb o'ylaganmiz. Hofiz osh bilan nikoh o'tkazishimiz kerak. Hofiz ashula aytadi, Shuhrat yaxshi jonli aytadi. Aytadi, ularda shunaqa bir urf ekanmi? Men mikrofon aytib tursa, o'tib ketayotgan odam mikrofonni bundoq qilib tushiradi pastga. Jonli aytadimi, yo'qmi bilish uchun. Men ko'rib asabim buzilib ketyapti uni-da. Nimaga bunaqa qilyapti debdi. Endi odam ustidan kulishdi. Aytdi, 2 soatmi, 2,5 soatmi osh bo'ldi. Ular shunaqa ekan, bitta kelib yeb o'tirib ketmas ekan, kelisharkan ekan. Lekin bitta yaxshi odati, osh yegan odam albatta san'atkorga pul qistirish kerak. Endi mayli nech puldan bo'lsa ham qistirishdi, salapalla to'ldi, men aytdim, "Oh" dedim, "Oshda shunchalik pul qistirilsa, nikohda nima bo'lar ekan" dedim. Shun bilan haliga nikoh bizga kirib dam oldik, nikohga joy qilishdi. Bitta chiqsak, aka, xuddi Toshkentdagi joy qilib qo'yishibdi-da. Kelin-kuyovlar ustoliga napitkalarni terib, tortlarni qo'yib, yerlarga somon solishibdi, somon. Yomg'ir yog'gan loy edi-da. Voh, somonni zo'r qilishibdi dedim, boplashibdi. Yana ozgina emasda, baqvat qilib solishgan somonni. Zo'r bo'ldi. Joyimizni ko'rdik, joyladik, apparatlarni qo'ydik. To'y boshlandi. Aka, ikkinchi og'ir ashula bo'lishi bilan sho'xidan aytinglar deyishdi-da. Endi kelinni dugonalari ham aro ichib o'tiribdi-da. Men hayron qoldim-da. Kichkina 18-19 yoshli qizlar ham aro ichyapti-da o'sha yerda o'tirib. Endi yashiyni olib kelib tarqatishyapti. Mashaqa ekan dedim-da bu yerda dedim. Endi ashula boshlandi. Shu o'rtaga chiqib hamma o'ynashga tushdi-da aka. Somonni sig'arib qolmadi-da. Men aytdim, "O'q" dedim, "Mana shu loydan domma lombos qilsaymi" dedim. Chunki oyoqni bossa tufli ichida qolib ketyapti-da. Kuyovjo'ran tuflisi qolib ketdi loy ichida ko'rganim. Ichidan ko'lab olib, loyini qoqib kiyib yana o'ynab ketyapti-da. Men aytdim, "Vaq" dedim, "Shuhrat" dedim, "Biz hozir bu yerda ertalabgacha qolib ketamiz" dedim. Lekin endi bilmasam endi ko'ramiz dedi, aytayotibdi. Rovna 11 bo'ldi soat. 8 da boshlangan to'y. Bitta sovuq kun edi endi. Uzun cho'pon kiygan, choponni ham bir boshqachasini kiygan, eski boylar kiyadigan cho'pondan keyin yaltiroq emas, lekin bir tekisani. Zarbof deb qo'yadi. Yo'q, zarbof emas, lekin ko'rinishi bir hashamatli ko'rinyapti. Однотонный material. Boshida katta no'rka telpa. U o'sha yerda oqsoqoli deyilar ekan. Oqsoqol desa men ko'pincha soqollari bor, qara chollar ko'zim oldiga kelardi. U gidetda bir 50 yoshli erkak edi. Shunda o'rtaga chiqdi-da, menga qarab to'xtat dedi. Endi gapirsalar kerak, tabrikman. Unda to'xtadi. Mikrofonni berdi. Bo'ldi, tur o'rningdan. Kelin-kuyovga aytdi, "Tur o'rningdan. Kirib ket xonangga" dedi. Yor-yorini chalmadi dedi. Oka, yor-yorni chaldirmayapti. Kelin-kuyov turdi. Yana ozgina o'ynasak bo'lardi. Kir dedi. Kirdi. O'rtada endi ichib olgan bor. Bekinib daraxtlar orqasida, "Tikta qo'shuv bo'lsin" desa, "Palonchi, bu yoqqa chiq. Adingni oldiga borasan, ading qo'shiq qo'yib beradi senga." Oka, haligi odamni oldida turibman, ketib qolmasin deyapman-da shu. Tezroq bizga fotoxalarni qilib, fotoxa berasiz. Qani ilohomiy 2 yosh baxtli bo'lsin, qo'sha qarsiz. Oka, shu yerda turib turasiz. Salla mashinaga o'tirib ketguningcha shu yerdaman dedi. Bo'ldi dedim. Bo'lmasa hozir men ketsam dedi, bular sallani yana qaytadan ulattirib, yana o'ynaydi dedi. Oka, shu odam ko'zimga shunaqa bir nuroniy bo'lib ko'rinib ketdi. 50 boshi o'zi mana shunaqa bo'lish kerak ekan. Shartta to'xtatdi-da. To'y tugadi, mashinaga o'tirib ketdik deb men ertalabgacha qolib ketamiz deb o'yladim. Masalan, o'sha odam agar meni ko'rib turgan bo'lsalar, hayot bo'lsalar, umrlar uzoq bo'lsin. Mana shunaqa 50 boshli ko'paysin. Endi hozir unaqa to'y ham bo'lmayotgandir balki. Lekin Dilshod aytib berdi, Xudo rahmat. Bir kun o'sha bir joyga borishdi-da. Bir qishloqqa to'yga borishgan ekan. Endi viloyatda qishloqli joyi. Endi o'zi viloyatda shunaqa odat bor-ku, pul qistiradi, lekin undan tashqari kelib to'y paytida, qo'shuv paytida kelib ro'mollar, bunda qo'lingga ro'mollar boylab ketishadi.
niyat qilib boylabsan ham to'y qilgin degan niyatda bo'lsa kerak deb o'ylayman-da. Shunaqa kelib, ayollar ayniqsa kelib, ro'mollar naqib ketishadi. Shu rosa ro'mol qistirishdi endi. Rosa boylab ketishdi. Qo'lingiz hammasi ro'mol. U paytda Dilshod ashula aytardi, xonanda edi. Yo'q. Keyin dizayn guruhiga kirib kelgan. U paytda yaxshi xonanda edi, ovozi zo'r edi. Hozir ham aytgan ashulari. Hozir aytgan ashulari ham zo'r. Ovozi endi bir mahal rosa ro'mol qistirishadigan ekan. Keyin Faxriddin degan endi ukamiz birga endi sostavda bo'lishgan. Sekin Dilshodni oldiga kelibdi-da. Ashula aytayotgan paytda sekin quloqiga Dilshod Mamtibda onaxon kelib, po'xoy ro'mol qistirib ketdi. Maydalab beringlar deyapti. Ana ro'moldan nechta berib yuboraydir. Nechta ro'mol berib yuboraydir. Bitta joyda men tartibli to'y ko'rganman-da. Zarkentdamidi, Parkentdamidi hozir ancha yil bo'lib ketdi-da, lekin shunaqa zo'r tartibli to'y ko'rganman. Tog'ni tagida bo'lyapti-da to'y. Shu tog'ni tagida qishloq ekan, shu yerda to'y bo'lyapti. Nikoh to'y. Mana bu yerda qator qariya chollar o'tirishibdi dasturxonda. Mana bu yerda qator kuyov jo'ra o'rtoqlari o'tiribdi. Mana bu yoqda qator kelinni dugonalari o'tiribdi-da. Endi mana bunaqa ekan. U yerda to'y boshlandi. To'yda 3 ta 4 ta og'ir ashulalar chollar mazza qilib eshitib o'tirishadi. Og'ir ashulalarni kelib hali qistirib ketishadi. Duolar qilib ketishadi, o'tirishibdi. Keyin 3 ta 4 ta ashula bo'lgandan keyin yoshlar aytadi, biz ham maza qilaylik deydi. Yoshlar bopidan sho'xlardan ketadi. Bir 5-6 ta ashulaga 5-6 7 ta ashulaga maza o'ynab olishadi-da. Navbat ekanda. Endi biz ham maza qilaylik deydi ani. Chollar shunaqa deydi. Yoshlar qo'yib beradi. Nimaga unaqa? Endi bizdan to'y-ku, ani bor-ku shunaqa joylarni. Ichib olib, bizdan to'y, biz o'yin kulgi qilgan to'y-ku bu, motam emas-ku, azamas-ku deydi. Yo'q, unaqa emas. Yoshlar qo'yib beryapti. Boy joyga o'tiryapti, akkuratni o'tirib. Og'irlashlik ketadi, 3 ta 4 ta chollar mazza qilib eshitib, mazza qilib dam olib olgandan keyin endi yoshlar ham mazza qilsin deb chollarimiz aytadi. Yoshlar ham mazza qilsin. 5-6 tam 7 8 tam yana yoshlar bopidan ketib mazza o'ynashadi. Shunaqa chiroyli to'y bo'ldi. Uyg'onib ketib qolmadingiz-mi tushagan? Yo'q, men hayron bo'ldim. Bunaqa to'y ko'rmaganman-da. Bunaqa tartibli, bunaqa zo'r to'y ko'rmaganman-da. U yerda endi san'atkorlarning o'zi ham mazza qilib yuboradi-da u yerda. Demak, shu borgan joyingizda demak hamma to'y shunaqa bo'ladi-da, yoqdagi. Men shunaqa deb o'yladim. Aura shunaqa-da, san'atkorga ham ta'sir qiladi-ku u yerda ijodkorga. O'zi ham mazza qilib aytadi-da, shularni ham, boshqani ham mazza qiladi-da. Shunda ko'rganman, shunaqa zo'r to'y bo'lgan. Lekin endi to'y haqida ketganiga esga tushadi. Bir kun bitta to'yda hali bir Ozodbek Nazarbekov bitta qo'shiq bo'ladi. Kutaman degan qo'shiq bor. Xullas, endi to'yda bittasi endi cho'gan keladi, pul qistiradi. Ammo degan ashlarni aytib beringlar deydi. Ammo degan ashlar keladi, lekin endi normalni qistirib ketyapti, keladi. Sizlar bilmayapsizlar nima shu. Bu ammoni hopizga ammo degan qo'shig'ing bormi? So'rayaptilar. Unaqa qo'shiq yo'q menda aka deydi. Ani repertuarlarni qarab chiqadi. Ani butun yozib qo'yadi-ki, birinchi raqam mana qo'shiq, ikkinchisi mana bunaqa disketlar. Undan ham qarab chiqadi. Yo'q, unaqa. Aka mana qarang, ishonmasa deydi, men bechara o'zi qancha pul qistirib yubordi bechara-da. Oxiri kelib mana supa bor ekan, supaga o'tirib oldi. To'g'rimi, supada o'tirib hali hopiz qaysi turibdi qo'shin boshlasa, "Meni qo'shuvmi?" deb qo'yaman. Men aytsam, "Doqlar." Anaqa fojia-da, endi yo'q deb qo'yadi. O'tirib kallasini ushlab. Yana o'tiradi. Keyingi qo'shin boshlasa, "Meni aytsam, yana doqlar." "Yo'q" deydi. O'tiribdi bechara. Shirin kayf qilyapti endi. Bir vaqtlarni kutamanni boshladi. Ana ammo degan joyi bor. Tasavvurda. Ammo dedi. "Voh! Bor ekan-ku." Mashinaga tashladim. Ketma-ket 4 marta, 5 marta etsa bo'ladi. Qistirib. Bilmasa ekan, kutaman desa bo'ladi-ku o'zi. Ammo degan joyi kallasiga o'tirib qolgan ekan. To'xtagan joyda ammo ammo men Orol Mirzo Saparov bilan xizmatda bo'lganman-da ko'p. Zo'ra joyga to'yga ketganmiz-da. Bu endi kulgili voqea emas. Kulmang shuning uchun vaqtdek. Orol ekan ko'rsalar xafa bo'lishlari mumkin.
to'yga borganmiz. Radioda qaysidir bitta milliy qo'shiq yangrab qoldi-da, yengicharoq yo'nalishda ekan. Oralaga, zo'r qo'shiq ekan dedilar. Mashinada ketyapmiz. Eshitib ketdilar haligini. Ya'ni bunday qilib takt sanayotdilarmi, nimanidir aniq qotdilar. Shu bilan endi o'tdi voqea. To'yga bordik. Shunaqa bitta katta qilib joy yasagan, katta lavozimda ishlagan odam ekan. Qo'shig'i boshladilar. O'yin kulgi, ashula hamma narsa bo'lyapti. Soat 1 bo'lib qoldi kechqurun. Shun bilan endi Orol Mirzo Saparovni shinamandasi bor ekanda, 2-3 ta odam o'tirishibdi. O'ynamayapti, faqat qo'shiq eshitishyapti. U ichida bittasi haligi to'y qilayotgan odamning ukasi ekan. Shun bilan to'y potaqa qilamiz dedi, potaqa qildik. Lekin haligi odam to'y qilayotgan odam yig'ishtirib qo'ymaylar dedi. Bir jup ashula eshitamiz dedi. Ha, bo'ldi dedi. Orol akam chiqib, to'y egasi palonchaga tabriklaymiz, akamiz bir jup qo'shiq eshitamiz dedilar. Bir jup emas, 2 jup qo'shiq aytib beraman dedilar. Endi shunaqa, endi bilasiz, san'atlari zo'r, maza qilib eshitadigan 4 ta qo'shiq aytdilar. Demda to'xtatdilar, haligi odam kelib pul qistirib, yana ayt dedi. Lekin shu akamizning hurmatlari yana bir jup qo'shiq, yana 4 ta qo'shiq aytdilar. Dek keyin yana keldi, ertalabgacha aytasan dedi haligi odam. Shunaqa dedi. Biz endi nima qilishni bilmayapmiz dedi. Endi salovati ham bor, bu yoqda odamlar ham ko'p. Orol akam o'rtaga chiqdilar-da. Palonchaga otini aytdilar. Men hozir bitta qo'shiq aytaman dedilar. Mana shu qo'shiqdan keyin dedilar. Meni otib yorsangiz ham bitta qo'shiq aytmayman dedilar. San'atni tushunmagan insonlar dedilar-da. Butun sostav jivoy-ku endi o'tdi. Sobir akam g'itchayda, O'rozal aka hamma endi katta odamlar. Torni chalib boshladilar. Hamma bir-biriga qarayapti. Qaysi qo'shiqligini bilishmayapti. Qilib chalib turib, san'atni tushunmagan inson endi so'zni o'sha yerda to'qiyaptilarmi yo oldindan bilgan so'zlarmi? U qo'shuqning so'zini eshitsangiz, men hozir aytolmay, ichim titrab ketyapti-da. O'sha yerda o'tirgan joyda qaldirab ketyapman. Anaqani eshitib. Bitta kupletni aytdilar. Endi muzikantlarning garmoniyalar berib turadi-yu, ya'ni muzikasini bilmasa ham, bu yoqda skripkasini g'ichillatib turdi, bu yoqda argan, bu mashaqalar bo'lib turibdi-da. 2 kupletni aytdilar-da, 2 ta kuplet ekan-da o'zi. Aytib to'xtatdilar. To'xtatuvdi, haligi odam jahli bilan kelyapti-da endi. Dedi, men dedi, pulini to'laganman senga dedi. Aytasan dedi. Orol akam aytmayman dedi. Oxiri haligi o'tirgan ukasi, yonida 2-3 ta o'rtog'i aka qo'ying dedi. Qo'ying, nima qilasiz qiynab? Bir jup dedingiz, 10 ta ashula aytib berdi-yu dedi. Bo'ldi endi, charchadi, o'zi anaqa bo'lsa dedilar, nogiron bo'lsalar qo'ying dedi. Sen nima dedi? Men pulini berganman dedi. Senga nima dedi? Men ayttiraman dedi. Shunaqa dedi, aka, men beraman shu odamning pulini dedi. Ketsin shu odam shu yerdan dedi. Kuzatib oraylik dedi. Aka uka bir-biri bilan urushib ketdi o'sha yerda. Shunaqa darajada urushib ketdi, qarindoshlar bir-biri bilan ajratishga tushdi. Men Orol aka yuring deb olib chiqib mashinaga o'tkazdik. Endi uka tarafdagilar ko'p-da bu yerda. Aka tarafda to'g'ri, 5-6 ta ulfati o'ziga o'xshagan kayfda bo'lganlar talab qilishyapti. Endi bu yerda Orol akaning qo'shig'ini eshitib, ichi titrab ketgan odam ko'p-da bu yerda. Hamma bizani kuzatishga chiqdi. Orol aka xafa bo'lmang, Orol aka hamma uzr so'rayotibdi. Xafa bo'lmanglar, yaxshi aytib olinglar dedi-da. Shun bilan qaytib ketdik-da. Keyin men so'radim Orol aka dedim. U tayyormidi desam, Jamshidbek, shunaqa narsalar payt bo'ladiki, o'zi quyilib keladi hamma narsada. Musiqa ham, qo'shiq ham dedi. Endi men ana qilishim bo'yicha o'sha radioda eshitdilar-ku kelayotganimiz musiqa. O'shanga o'xshash musiqa chaldilar-da. Qanaqadir joylari o'shanga o'xshagan. Men aytdim, bekorga emas ekan-da, o'shani eshitganlari dedim. Demak, shu kunni o'zida shu narsani ishlatib yordilar-da.
men aytdim Orol aka dedim, men qoyil qoldim deb o'shanda tan berganman-da, lekin Shuning uchun ham mana bunaqa gapda odamlar bor, og'ir kunda ko'nglingni oladi, odamlar mana bunaqa xursandchilik kunda dilingni og'ritadi. Mana shunaqa hayot shunaqada. Albatta, mayli, yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin, iloyim. vaqt aka men bitta narsani aytmoqchiman, endi haligi oxirida yaxshiroq anaqa bilan tugataylik. Muhammadjon bor-ku, o'zimizning aktyor, haligi. Muhammadjon Bobojonovmi? Ha. O'shalar bitta voqea aytib berganlar-da menga. To'yda aytib berganlar, to'y haqida. Men u voqeani eshitib, o'zimda his qilgandek bo'lganman-da. Endi ularni o'xshatib berishlarini, hali daraxt orqasiga bekim oldim deganlarini eshitib, maza qilib kulganman-da. Endi men bu voqeani aytmayman lekin. Muhammadjonni o'zlarini taklif qilamiz-da. O'zlaridan eshitamiz. Muhammadjon o'sha voqeani vaqt akamga ham aytib berasiz. Butun tomoshabinlarga aytib berasiz, bir maza qilib eshitamiz. Nasib qilsa, albatta, albatta. Bugun har holda mayli, mana kelolmagan mehmonimizni yo'qligini bildirmadi u. Har holda, chunki mana endi haqiqatan ham bahoriy kayfiyatda, chiroyli kayfiyatlar bilan ozgina suhbatlashib o'tirdik. Har holda har kuni ham ko'rishayotganimiz yo'q. Hozir hamma inson o'zidan ortmaydi. Har bir baribir endi bu yoqqa borasiz, bu yoqqa borasiz, ish tashvish yo, lekin har holda bugun mana shu studiya bizni mana shunaqa ozgina birlashtirib turibdi. Mana shunaqa didorlashib, ozgina suhbatlashdik. Mayli, ozgina eslashdik, hali 10dan birini eslashdik. Nasib qilsa endi keyingi keladigan mehmonimiz bilan chiroyli hali suhbatlarni qilamiz. Albatta, bizga menimcha kelib ketgan mehmonlar hammaligingiz xursand, chunki podkast tugagandan keyin maza qilib gaplashdim. Men nima savollar berisharkin, o'sha savollarga qanday javob berarkinman degan xayolda o'tiruvdim, lekin suhbat davomida men umuman unutib yubordim shu narsani. Maza qilib gaplashdim deganlar juda ko'p bo'ldi. To'g'ri, orasida bitta ikkita haligi negativ fikrlar ham aytganlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Bizga mayli, yaxshi. Endi unisi bo'ladi. Bo'ladi. Iloyim, mana shunaqa yaxshi suhbatdosh bo'laylik. Kelgan mehmonlar xursand bo'lib ketsin. Bundan keyin ham o'sha xalqimizni sevimli, xalqimizga taniqli, suhbatini eshitsa biron bir manfaat oladigan mehmonlarni taklif qilish ilohim nasib qilsin. Sog' bo'linglar, har doim salomat bo'linglar, yuzingizdan kulgi tabassum hech qachon arimasin. Omon bo'linglar.